Okey. Hammaga salom. Hammanglarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. 76 ta bizani ko'rib turgan odamlar bor ekan. Hammani vaqtini ajratib, dushanba kuni kechqurun vaqtini ajratib, jonli efirga kirganinglar uchun juda ham katta rahmat. Bugun sizlarga hamma savollaringizga javob berishga harakat qilaman. O'zimni tajribam haqida bo'lishaman. Bugun ko'p informatsiyalarni mutlaqo tekinga olasizlar va mendan katta motivatsiya olasizlar va undan tashqari man sizlarga bugun juda ham katta layf haklar bilan bo'lishmoqchiman. Bugungi jonli efir 11-sinflar uchun ham, 10-sinflar uchun ham, 8-sinflar uchun ham, 9-sinflar uchun ham foydali bo'ladi va hattoki magistraturaga kirmoqchi bo'lgan studentlar uchun ham foydali bo'ladi. Oxirigacha eshitinglar. Bugun sizlar bilan rovno 2 soat tinmasdan gaplashaman. Tinmasdan sizlar bilan o'zimni tarixim, tajribam, studentlarim bilan bo'lib o'tgan voqealar va har bitta bo'lib o'tgan insaytli fikrlarim bilan bo'lishaman va eng katta joyi bu shundaki 2027-yilga Amerikaga to'liq grant bilan kirmoqchi bo'lgan studentlarni juda ham katta nimalar kutayotganini va qanaqa yangi trendlar kutayotgani bilan ham bo'lishaman. Bu trendlarni hech qayerda hali hech kim aytmagan, chunki endi mana fevral oyi yetib keldi va juda ham ko'p narsalar o'zgaryapti. Mana shu hozirgi 10-sinflar, endi kirmoqchi bo'lgan 11-sinflar, magistraturaga kirmoqchi bo'lgan studentlar uchun juda ham foydali informatsiyalar bo'ladi. Instagramdagilar tezgina Telegramga o'tamiz. Telegram kanalimda hozir jonli efir boshlandi va jonli efir davomida kim eng aktiv qatnashgan bo'lsa, kim hamma savollarga javob bergan bo'lsa, kim o'zini chuqur insaytlarini olgan bo'lsa va kim nimalarni tushunganini to'liq yozib bersa, mana shu odam uchun men o'zimni konsultatsiyamni sovg'a qilaman. Konsultatsiyam, mani yonimga konsultatsiyaga kelish $200 turadi. Men 1,5 soat davomida studentni hamma savollariga javob beraman. Lichna savollariga va uni кейsidan kelib chiqqan holda hamma momentlariga javob beraman va nima qilish kerakligini ko'rsataman va mana shu konsultatsiyamga siz yutib olishingiz mumkin. Albatta mana shu juda ham katta imkoniyat sizlar uchun. Bu studentlarimni har bitta to'liq mentorlikdagi topshirmoqchi bo'lgan studentlarim albatta konsultatsiyadan o'tib keyingina to'liq mentorlikka yozilishadi. Mana shu to'liq mentorlikdagi studentlarim bilan gaplashishim uchun, to'liq mentorlikka qabul qilishim uchun birinchi o'rinda o'sha konsultatsiyadan o'tishlari kerak. Konsultatsiyada men student bilan tanishaman, ota-onasi bilan tanishaman, yo'l-yo'riq ko'rsataman, keyingi etaplarni ko'rsataman, nimalar qilish kerakligini ko'rsataman. Mana shu hammasi haqida men konsultatsiya beraman. Mana shu konsultatsiyam sizlar uchun sovg'a bo'ladi agar siz aktiv ishtirok etsangiz va jonli efirni oxirigacha eshitsangiz, chunki bugun jonli efirda faqat Amerika to'g'risida emas, balki Germaniya haqida gaplashamiz, Italiya haqida gaplashamiz. Undan tashqari bilasizlarmi, hozir aytaman, Singapur, Xitoy, Janubiy Koreya, Angliya, umuman butun qaysi davlatlar bilan ishlasak, o'sha davlatlarni hammasi haqida informatsiya bermoqchiman. U yerda konkret qayerda qanaqa talablar, qayerda qanaqa deadlinelar, qayerda nimalarga e'tibor berishingiz kerak, shularni hammasi haqida bo'lishmoqchiman. Keling, endi asosiy qismga o'tamiz. Bugun o'zimni tarixim haqida gapirib bermoqchiman, chunki mani tanimaganlar, endi mana Instagramga kirganlar, endi mana kuzatishni davom ettirayotganlar juda ham ko'p ekan va ko'pchilikdan savol oldim. Даже YouTube kanalimda shuncha narsalarni men bo'lmasa tarixlarim bilan gapirib bergan taqdirimda ham savol berishdi. O'zingizni qanaqa qilib ekspert deb nomlayapsiz? Webster bitirgan ekansiz-ku, oxirigacha o'qishmagandi. Websterni tugatib olib, qanaqa qilib o'zingizni ekspert deb nomlayapsiz deb yozgan odamlar bor ekan. Mana shu odamlar uchun men o'zimni tariximni birinchi gapirib bermoqchiman. Nimaga mana shu yo'nalishdaman? Qanaqa qilib mana shu o'zimni kompaniyamni ochishimga yetib keldim va nima uchun hozirgi meni missiyam studentlarga yordam berish, образование, education abroad bo'lib qoldi. Qayerdan kelib qoldi mana shu tarix? Shu haqida ozgina birinchi gapirib bermoqchiman.
Endi sizlar bilan 10 yil orqaga qaytamiz. Даже 10 yildan ham ko'p. 12 yilga orqaga qaytamiz. 12 yil oldin 2014-yil man litseyni bitirganman. Turin Politexnika universitetini qoshidagi akademik litsey bo'lardi. O'sha paytdagi eng zo'r litsey bo'lardi. Bu litseyga kirish ham juda ham qiyin edi va o'qib ketish ham juda ham qiyin edi. Men o'g'il bolalarni ichida o'qiganman. Turin litseyida o'sha yerda shunaqa zo'r litsey bo'lganki, o'sha yili bitirganlar, o'sha 2 yil davomida bitirganlarning ko'pchiligi hozir juda ham zo'r lavozimlarda, juda ham zo'r kompaniyalarni ochishgan, juda ham mana nima deydi, Zolotaya молодежь deydi-yu, shunaqa odamlar bilan o'qiganman. O'sha payt mana Safiyani asoschisi Bekzod Simikjanov, ular mana parallel kursdoshim bo'lgan va juda ham ko'p kompaniyalarni anaqa ishtirokchilari, man katta nima deydi, CEO menejerlari bilan o'qiganman. O'sha paytda oddiy student bo'lib yurganmiz, lekin hozir hammamiz nimadirga erishdik. Hammasi o'sha bir-birimizga zo'r motivatsiya berganimiz orqasidan deb o'ylayman va kontingent zo'r bo'lgani uchun deb o'ylayman. Mana Laziza bilan yozgan podkastimizda ham xuddi shu haqida gapirgan edik. 2014-yili o'sha litseyni bitirdim va meni orzuyim Turin Politexnika universitetida o'qish edi. Va men shunga yarasha fizikadan tayyorlanganman, IELTS topshirganman, ikkinchi kursimda уже IELTS topshirib bo'lgan edim va hamma 5 ta xalqaro universitetlarga topshirdim va undan tashqari, ishonasizlarmi, men chet elga topshirmaganman, chunki meni ota-onam ruxsat berishmagan. Qizlar bormi mana ichinglarda chet elga topshirish haqida o'ylashga ham даже qo'rqayotgan studentlar bormi ichinglarda? Mana qiz bola bo'ldi, ota-onasi unaqa krest qo'yadi, chet el hech qanaqa yo'q degan. Biz o'sha 2011-yildan 2014-yil paytida litseyda o'qiyotganimda kursdoshlarim Malayziyaga borib kelishardi, Angliyaga borib kelishganda, men so'raganimda adam bir marta urishib berganlar. O'zingdan ketib qolding degan anaqa gaplarni gapirganlar. Men o'ylaganman, неужели men juda ham ko'p narsani xohlab bordim deb o'ylaganman. O'sha paytda urishib berganidan, bir marta urishib berganlaridan qo'rqib qolganman. Chet el haqida gapirishdan даже qo'rqib qolganman. Menga hech kim aytmagan, mana Amerikada grantlar bor, Amerikaga topshirsang, kirsang, polni grantlarni beradi deb menga hech kim aytmagan o'sha paytda. Va o'sha paytda men qiz bola travmalar bilan, hamma bloklar bilan, ey xudoyim, men chet elga o'qishim mumkin emas ekan deb faqat xalqaro universitetlarni, xalqaro grantlariga topshirganman. Toshkentdagi xalqaro universitetlarga topshirganman faqat. O'shanda Westminsterga kirganman, Singapurskiy, Turinni Politexnika universiteti arxitektura yo'nalishiga kirganman. Inha universiteti endi ochilganda va Inha universitetiga kirganman va tasavvur qiling, Inha universitetiga kirganman. Men IT sohasida o'qishni umuman xayolimga ham keltirmagan edim, lekin o'sha universitet yangi ochilgani uchun menga shunaqa yoqib qolgan. O'sha paytda Sherzod Shermatov Inha universitetini rektori bo'lgan edi. Undan ham zo'r bo'lib ketgandi. Shunaqa havasim kelardi, u yerdagi studentlarga topshirganman, kirganman ham, lekin faqatgina 10 tagina studentga grant berishardi. Men 11-chisi bo'lib kirganman. Tasavvur qiling, 2014-yil, hali to'liq konvertatsiya hali ishlamagan yillari, o'sha yerda o'qish $5000 turardi. $5000 men uchun wow bo'lardi. U paytda ota-onamga $5000 desam, yo'q, biz senga to'lab bermaymiz. Qayerga anaqa grantga kirsang, o'sha yerda o'qiysan deyishgan va 5 ta universitetning 5-chisi oxirgi ekzameni Tatu universitetida bo'lgan. O'sha Tatu universitetiga 1-avgustda kirib chiqqan bo'lsam, bundan oldin o'sha hamma universitetlarga kirib bo'lganman. Westminsterga ham, Turinga ham javoblari ham chiqib bo'lgan. Tatuni litsey universitetiga kirib olman, o'sha ekzamen paytida parda ko'rinyapti, lekin hammasini yechib shunaqa zo'r o'tganmanki, chunki menga adam, tasavvur qilinglar, shunchalik qiz bolaga otani o'rni qanchalik katta rol o'ynaydi. O'sha otani motivatsiyasi, aytgan gaplari, bergan, men yana eng katta qizman, eng to'ng'ich qizman. Menga aytganlar, agar sen davlat universitetiga kira olmasang, значит, biliming yetarli emas ekan, 3 ga bilar ekansan deganlar. Endi menda challenge boshlanganda, dokazat qilishim kerak-ku, men 5 ga o'qishimni, 5 ga tayyorgarlik ko'rganimni, bilimim yetishishini dokazat qilishim kerak-ku. Tatu universitetini imtihoniga kirib olib, hamma ekzamenlarni, hamma savollarga to'ppa-to'g'ri javob berib, davlat grantiga o'qishga kirib ketganman. Keyin shunaqa taqdir taqozosi bilan o'sha yili adamda shunaqa situatsiyalar bo'lgan, finansiy,
$5000 Inhaga o'qishimga topib berolmay qolganlar. Men ularni tushunganman, harakat qilganman tushunishga va TATUda o'qishga to'g'ri kelgan. Men qiz bola bo'lganim uchun va o'zbek traditsionniy oiladan hammalarga o'xshagan qiz bo'lganman. Kim mana hozirgi chatda qoldiraylik, kimda hozir shunaqa ahvol. Aytinglarmanki, kimni ota-onasi ruxsat bermayapti chet elga o'qishiga, kimda haligacha anaqa stereotiplar bor, chet elga borish mumkin emas, qiz bola chet elda o'qish yaxshi emas degan stereotiplar hali ham bor oilalarda. Kelinglar tan olamiz boricha. Men qizlarni o'shaning uchun har doim juda ham hurmat qilaman. Kimdir men bunga konsultatsiyamga ota-onasi bilan kelsa, ota-onasi shunaqa поддержка qilsa, shunaqa xursand bo'lib ketaman, chunki menda o'sha paytlar 18 yoshligimda 20 yoshlarimgacha hech qachon menga поддержка berishmagan. Tutorlarni ham o'zim topardim, faqat pul beringlar deb so'rardim. Хотя бы pul bilan menga yordam berishgan, lekin hech qachon anaqa psixologический san qila olasan, qila olasan, bora olasan, ketasan, biz senga yordam beramiz degan gaplarni men eshitmaganman hech qachon. Va o'shaning uchun shu travmalarim ustida ishlab, mana ko'ryapsizlarmi, hozirgacha mana yetib keldim. Tarix nima keyin davomi bo'lgan. Davomini endi aytib beraman. TATUda o'qishni boshladim. Birinchi kursda o'qishni boshlaganman. O'tda davlat universitetlarida afsuski haligacha bormi yoki yo'qmi bilmadim. 2017-yillarda, 2014-yillarda korrupsiya avjiga olgan payti edi va biblioteka yo'q edi. Korrupsiya, professorlar o'zi nima haqida gapirayotganini bilishmasdi. Men buni ko'rib hayron bo'lganman, chunki zo'r litseyda o'qiganman-da. Zo'r litseydan kelib men bitta kimdir menga fanni yopish uchun mana shuncha pul to'lash kerak desa, men hayron qolganman. В смысле, men hayotimda maktabda o'qib, litseyda zo'r litseylarda o'qib, bironta fan uchun yopish uchun 5 baho olish uchun 5 baho olish uchun hech qachon pul to'lamaganman. Bu yerda bitta professor Qur'on kitobi haqida dars o'tib, falsafadan oxirida pul yig'ib olgan. Meni logikamga tushmagan, meni qadriyatlarimga tushmagan shu narsa. Keyin aytganman, men bu joyda ko'p qola olmayman, men bu joyda qolib ketsam, degradatsiya bo'ladi menda deganman. Menda atrofimda pul yo'q, tasavvur qiling, yaxshi kursdoshlar yo'q, atrofimda hamma menga o'xshagan, hatto nimadirlargadir tirishib harakat qilayotganlar yo'q bo'lgan. Va o'ylaganman, nimadir qilish kerak. Bir oy o'qishim bilan menga Inhadan telefon bo'lyapti, telefon qilib aytishyapti. Siz 11-o'rinda kirgan ekansiz. O'sha payti bizning hozirgi prezidentimiz premyer ministr edilar va o'sha payti shunaqa buyruq chiqargan ekanlar, Inha yangi universitet bo'lgani uchun kimni niyati bor bo'lsa, mana o'qisin, biz sponsorlar qidirib beramiz, topib beramiz deyishgan. Men xursand bo'lib ketganman. Inha o'zi chaqiryapti, o'zi aytyapti deb. Endi taqdir taqozosi bilan qaranglar, meni Xudo shunday ko'rsatib qo'yapti-da. Har xil universitetlarga borib jo'natib ko'rsatib qo'yapti. Mamnaqa bor deb ko'rsatib qo'yapti. Inha universiteti, Koreyani xalqaro universiteti, men kelyapman-da. Endi ochilgan universitet, yangi professorlar Koreyada aytib kelgan, uni imtihonlari ham boshqacha o'tgan, yangi kitoblar, laboratoriyalar, studentlar qanaqa juda ham shunaqa tirishqoq studentlar, juda ham aqlli studentlarda. Hamma hayron qolyapti. Endi men hayron qolyapman-da, ikkita universitetda o'qiganman. Bir oy davomida ikkita universitetda parallel o'qishimga to'g'ri kelgan. Ertalab Inhaga borardim. Obeddan keyin TATUga borardim. Tasavvur qiling, ertalab shunaqa zo'r kampusga boraman, yangi zdaniya, yangi professorlar, zo'r studentlar, hamma sharoitlar zo'rda. Va ikkinchi universitet, davlat universiteti, o'tda sharoitlarni men gapirib berdim, korrupsiya, professorlar, studentlar nima xohlashini bilmasdan. Men ikkita dunyoni har xilligini ko'rganman. Tog' bilan osmoncha farq qanaqa bo'lishini ko'rib qolganman. Keyin bu farqni ko'rganimdan keyin men TATUga boshqa qaytib kela olmaganman. Qaytib kelganman, lekin уже men miyam bilan o'tda bo'lmaganman. Nimaga? Chunki Inha afsuski menga bir oy o'qiganimdan keyin topolmadik sizga anaqa sponsorni, sal kechroq aytib kelibsiz. Agar boshidan yozganingizda edi, sponsor topib berardik. Chunki mendan oldin bo'lganlarga rostdan sponsor topib berishgan. Menga taqdir taqozosi bilan yana nasib qilmagan shu narsa. Shunaqa qilib Inhadan qaytib ketib, TATUda yana o'qishni davom ettirganman. Nimaga TATUda o'qigansiz degan savolga javob bera olmayman. Chunki boshqa ilojim bo'lmagan. O'sha payti meni qo'limda
na pul bo'lgan, na поддержка bo'lgan, na ota-ona tarafdan поддержка bo'lgan. O'shaning uchun ham mani qo'limda faqat o'zimni bilimim, o'zimni fikrim, o'zimni ishtiyoqim qolgan, boshqa hech nima bo'lmagan. 18 yoshli qiz. Oddiy o'zbek traditsion oilasidagi qiz. Ko'pchilikning hayoti shunga o'xshasa kerak. Menga yozinglar, mana chatda kimga o'xshayapti, kim mana hozir shunaqa situatsiyalardan o'tyapti hozir. Kim o'zini ko'ryapti hozir men aytib bergan situatsiyalarda. Hozir ancha situatsiya yaxshilangan, vaziyatlar yaxshilangan, ota-onalar o'sha bolasini, farzandini eshitishni boshlashgan. Menda shunaqa bo'lmagan o'sha payt. Lekin shunda ham men o'zim ota-onamga juda ham minnatdorman. Shuncha bilim berishgan, yo'nalish berishgan, eng yaxshi litseylarda o'qishga yo'nalish ko'rsatishgan, eng yaxshi maktablarda o'qishga yo'nalish ko'rsatishgan. Va tasavvur qiling, men keyin NXda o'qiy olmaganimdan keyin sal nima deydi? Stressga tushib qolganman, oddiy psixologik stressga tushib qolganman, depressiya bo'lganman. Endi nima qilaman, nima qilmoqchiman, hayotdan maqsad nima, men universitetda o'qigim kelmayapti. Lekin universitetni просто tashlab ketish yoki universitetdan отчисление bo'lish men uchun variant emas edi, chunki meni adam juda ham qattiq qo'l, nima universitetda o'qimasam nima qilaman, uyda o'tiramanmi? Yo'q, u narsani varianti yo'q edi menda. Faqat bittagina yo'l boshqa universitetni tanlash, boshqa universitetga sразу borish. И при этом ta'tilni tashlab ketmaslik. Bitta shu yo'l edi. Va shunaqa qilib bitta o'rtog'im yetib qolgan, Amerikaga ketgan o'rtog'im yetib qolgan. Bilasanmi? Germaniyada o'qisa bo'ladi, Germaniyada tekinga o'qisa bo'ladi degan. Lekin yopiq blog akkaunt haqida menga hech kim gapirmagan shunda ham. Men Germaniyaga o'qishni boshlaganman. Germaniya uchun hamma narsani tekshirib chiqqanman, veb-saytlari bilan o'qib chiqib, talablarini bilib olib, bitta universitet topganman, ham ingliz tilida, ham nemis tilida dars beradigan universitet topganman. Государственный davlat universiteti bo'lgan va ushbu universitetga kirsam, kontrakti tekin bo'lishini aytib berishgan. Va ushbu universitetga topshirganman 3 oyda, menda fevraldan boshlagan bo'lsam, fevral, mart, aprel, may. 1-mayda men B1 ekzamenini olishim kerak edi. Ya'ni nemis tilini noldan boshlab B1 o'ringa chiqib olishim kerak edi. Ya'ni tasavvur qiling, ingliz tilini vashshi bilmaysiz-da, nol bilasizda. Siz nemis tilini o'rganmoqsiz-da, nemis tili tasavvur qiling, ingliz tilidan IELTSdan 5,5 ball olasiz-ku, shunaqa bilish darajasiga yetib kelishingiz kerak 3 oyda nemis tilida faqat. Menda shunaqa situatsiya bo'lgan. Tasavvur qilinglar, men hozir nemis tili universitetlariga tayyorlanganman. Nemis tilidan rostdan ham 3 oyda o'sha B1 ekzamenini olganman nemis tilidan. Hamma o'qituvchilar, hamma nemis tili darsidan dars beradigan hamma o'qituvchilar aytishgan, bu mumkin emas, bu nerealniy narsa. Qilish mumkin emas, shu yerda qilinmaydi degan. Chunki Goethe institutida ham B1 o'ringa yetgungacha kamida 1,5 yil student o'qish kerak edi. Даже intensiv kurslarda ham o'qib turib ham ko'pchilik даже B1 o'ringa yetib kela olmasdi, chunki programma shunaqa tuzilgan. Men o'sha paytda qiz bola bo'lib turib dars berardim, studentlarga ingliz tilidan dars berardim-da, grammatikani o'rgatardim. Menga bilasizlarmi nima yordam bergan? Grammatikani o'rgatganimdan men уже bilasizlarmi? Ingliz tilini grammatikasini strukturaviy ko'rinishini yodlab olardim. Ya'ni formulasini yodlab olardim-da, rus tilini ham gapirganim menga yordam bergan. Ya'ni meni ham rus tilini bilishim, ham ingliz tilini grammatikasini bilishim menga 3-tilni o'rganishimga juda ham katta yordam bergan. Tushuntira oldim? Agar sizda ham hozir shunaqa vaziyat bo'lsa, sizlar ham shuni eplay olasizlar, qila olasizlar. Formulaga qo'yib faqat farqini olasizlar. Nemis tilini grammatikasi rus tilini grammatikasiga juda ham o'xshab ketadi va ba'zi so'zlari nemis tilini ba'zi so'zlari ingliz tilini ba'zi so'zlariga o'xshab ketadi. Va shunaqa qilib o'zimni miyam majburlaganman 3 oy davomida o'sha nemis tilini o'rganishga va shunaqa qilib B1 уровенini 3 oyda olganman. Ingliz tili, nemis tili oson deb yozganlar 3 oyda nemis tilini o'rganib B1 o'riniga olishni harakat qilib qo'yinglar. Harakat qilib ko'ringlar, agar ola olmasanglar, keyin menga tan berasizlar. Shunaqa qilib nemis tiliga ham tayyorlandim, universitetlarga ham kirdim, Germaniyada 5 ta universitetiga kirdim va kirib bo'lganimdan keyin oxirgi momenti kelgan, viza olish momenti kelgan. Viza olish uchun yopiq blog akkaunti kerak edi. Meni qo'limda acceptance letter turibdi. 5 ta universitetga qabul qilinganman, lekin viza
olishim uchun menga $10,000 grant, $10,000 blok shotimda turishi kerak edi. €10,000 o'sha paytda 2017-yillarda, 2016-yillarda даже €10,000 blok shotimda turish kerak edi. Menga uni hech kim aytmagan va ota-onamdan yana so'raganman. Mana shuncha pul kerak bo'lyapti, men Germaniyaga ketishim uchun yordam beraylik deganimda, shunda ham afsuski menga yo'l ochilmagan, yordam berisha olmagan va shunaqa qilib yana tatuga qaytib kelishimga to'g'ri kelgan. Ikkinchi kurs, tasavvur qilinglar, men yana tatuga qaytib kelyapman. Ikkinchi kurs vashi konkretno depressiyaga ketib qolganman. O'sha paytda psixologlar ham bo'lmasdi, tayinli 2016-yillar. Kamon hali infoproduksiya hali bo'lmagan paytlari va shunaqa qilib yana 1 yil tatuni o'qishni davom ettirganman. Lekin 3-kursga kelganimda ozgina operatsiyalar bo'lib, sog'lig'imda problemalar bo'lib, sal o'zimga kelib olganimdan keyin aytganman, men niyatimga erishaman, oxirigacha olib boraman. Bu safar o'xshamasa bo'lmaydi. O'xshattirishga harakat qilaman, maksimal harakat qilaman deganman. Va oxirigacha borib, ishonasizlarmi, keyin уже Global Yugrad programmasini yutganman. Global Yugrad programmasini ham qanaqa topganman? Men Inhada o'qigan edim-ku. Inhani studentlari bilan shunaqa tanishib olganman, shunaqa o'rtoq bo'lganman. Даже ular bilan har kuni gaplashmasam ham Facebook u paytda juda ham zo'r bo'lardi. Facebookda har doim ularni kuzatib turardim. Nimalar qilyapti ular? Ulardan qolib ketmay, ularning bilimlarini men ham egalik, qo'shimchalarga borardim. Java transkriptlarga borardim, har xil kurslarga borardim, IT yo'nalishlari bo'yicha. Bittasi Germaniyaga grant yutdi, keyin bittasi Amerikaga grant yutyapti. Qanaqa qilib yutyapsizlar deyapman-da. Keyin menga tushuntirib bergan ikkita uchta zo'r studentlar bilan haligacha juda ham qattiq kontaktda ushlab turamiz. Mana shunaqa qildim, mana shunaqa topshirdim deb aytib turishgan. Va shunaqa qilib, mana shu Inhadagi atigi 1 oy o'qiganim menga yordam bergan. Shu keyinchalik o'zim yo'nalishimni topib olishimga Global Yugrad programmasini yutganman va Xudo menga shunaqa nasib qilgan ekan. Men qayergadir Inhani orzu qilib turibman-da, Xudo menga mana senga Amerika universiteti degan. Mana senga men даже xayolimda ham bo'lmagan. Men Germaniyaga topshiryapman, Yevropani universitetlarini topshiryapman-da. Xudo menga shunaqa ko'rsatyapti. Mana senga Amerikani universiteti, mana ko'r. Men senga qisqa muddat beraman, atigi 1 semestrga shu narsani beraman, lekin ko'r degan. Hozir ko'zlarimdan yosh chiqib gapiryapman. Men uchun bu narsa juda ham katta narsa, chunki butun hayotimni keyin bu narsa o'zgartirib yuborgan. Atigi 1 semestr grant bilan yutganman. Atigi 1 semestr shu universitetda o'qiganman, lekin Amerika haqida hech kim u paytda hech nima gapirmasdi va borganimda даже Google'da ham tekshirmaganman. Amerika qanaqa bo'lishini, chunki adam o'sha paytda ham ruxsat bermaganlar. Chunki tatu ruxsat bermagandi. Gap yer olishim, ya'ni 1 yil отчисление bo'lib qaytib kelishimga to'g'ri kelgan. Buni adam menga поддержка qilmaganlar shunda ham. Faqat viza olganimdagina baribir aytganingni qildinglar, baribir bilganingni qildinglar deganlar menga. Oxirigacha 1 hafta даже qolmaganda bilmaganman, Amerikaga o'zim ketyapmanmi yo'qmi, chunki uydagilarim ruxsat berishmagan oxirigacha. Va baribir oxirigacha o'zim xohlaganimni qilganman va shunaqa qilib Amerikaga uchib kelyapman. Tasavvur qilasizmi, hozir men ko'zlarimda yosh bilan gapirib beryapman. Oddiy o'zbek qizi tatuda o'qigan, 3-kursini bitirgan-da, o'zbek tilida o'qigan, Inhada o'qiy olmagan, $5,000 grantini topolmagan student. Men bitta Amerika posolstvasi, elchixonasi shunaqa grant beryaptiki, meni yashash xarajatimni ham, o'qish xarajatimni ham, samolyot xarajatlarimni ham, stipendiyalarimni ham qoplab beradigan grant beryapti. Tasavvur qilasizlarmi? Va shu imkoniyat menga Amerika eshiklarini ochgan va shunday yetib kelganman, meni kutib olishgan. Men kampusga kirib kelyapman deb, oddiy tatu universitetida o'qib yurgan qiz, bitta bino, bitta universitet deb ko'rib yurgan qiz Amerikani universitetiga kiryapti-da, Amerikani kampusiga kirib, shunday territoriyasiga kirishim bilan ko'zlarim chiqib ketgan, mana shunaqa qilib. Amerika shumi deganman, ya'ni shunaqa katta kampus bo'lgan, bu gektar masofali katta. Men hozir qanday aytaman, kampus haqida gapiryapman. U bitta bino haqida gapirmayapman yoki bitta qanaqadir binocha haqida gapirmayapman. Bu katta shaharcha. O'sha shaharchani ichida Amerika universiteti turibdi-da. Ko'rib aytganman,
bibliotekalarni ko'rgan. Bitta universitet uchun 5 etajli katta biblioteka bo'lardi. O'sha 5 etajli bibliotekani ichiga kirib, mana shu mani jannatim deganman. Mana вот это мой рай deganman. Chunki mana shu men uchun ko'zlarimni ochgan. Xudo menga spesialni shunaqa yo'l yo'riq ko'rsatgan deb o'ylayman, chunki devorlarga urilib, qiyinchiliklardan o'tib, qancha qiyinchiliklardan o'tsam ham, bittasida Koreyani universitetiga kirish jarayonini ko'rsatgan, bittasida Germaniyaga kirish jarayonini ko'rsatgan, lekin birontasida o'qiy olmaganman, lekin ishtiyoqimni shunda ham yo'qotmaganman. O'zbek ta'lim tizimini ham ko'rganman, o'zini yaxshi tomonlari, yomon taraflarini ham ko'rganman va Amerikani menga Xudo shundoq ko'rsatib qo'ygan va qaytib kelganimdan keyin davlat xizmatlari agentligida, davlat Adliya vazirligida ishlaganman 1 yil davomida va undan keyin American Councilsda ishlaganman va American Councilsda tushunishinglar uchun men o'zimni topganman, o'zimni missiyamni topganman. U yerda как раз таки mana shu xalqaro ta'lim, ya'ni international education, ya'ni flex programmalarini olib yutganman, menejerlik qilganman, UNICEF programmalari, UBL programmalari hammasini ko'z oldimdan o'tganman va Amerika ishlash tizimi, professional tizimini ham ko'rganman shu orqali American Councilsda ishlab va undan keyin shunaqa vaziyat bo'lgan, Webster universitetiga kirganman. Webster universitetida El-Yurt umidi granti menga to'liq o'zlari mani kontraktimni to'lab berishgan. Men o'sha El-Yurt umidi uchun o'sha paytda endi ochilgan yillari edi. Biza даже 1, 2, 3 etaplarida ham o'tmaganmiz. Просто xat yozib o'tib ketganmiz. Shunaqa omadim kelgan. Men bakalavriatga qanchalik qiyinchilikdan o'tgan bo'lsam, El-Yurt umidi menga shunchalik oson yo'l bilan kelgan. Shundoq oyog'imni tegidan chiqqan. O'sha yillarda juda ham omadim kelgan. Va shunaqa qilib niyatimga erishganman. Mana hozir 2020-yilda o'zim ukamga yordam berganman. 20 ta universitetga topshirganmiz, Amerika universiteti va ulardan 15 tasiga qabul qilinib, juda ham katta grantlarni yutib, University of South Floridadan 70% grant yutib, hozir mana Amerika universitetini 4-kursini tugatyaptilar. Mana shu meni karyeramni boshlanishi bo'lgan. Bu meni haqimda ozginagina informatsiya edi. O'shandan beri, mana 2020-yildan beri men juda ham katta yo'nalishlarni olib o'tdim. Qancha karyeraviy yutuqlarga erishdik studentlarimiz bilan. To'la grantlar yutdik Amerikaga, Amerikani Liga Plusha, ya'ni Ivy League universitetlariga kirdik, magistraturaga, bakalavriatga kirdik. Endi har yili o'syapmiz. Shunaqa qilib sekin-sekin mana 2020-yildan beri ofitsial ishlayotgan bo'lsak, mana shu meni tarixim, mana shu meni istoriyam, qanaqa qilib mana shu yo'nalishga kirib kelganim haqida. Endi men chatni o'qib chiqmoqchiman. Chunki qanchalik o'zinglarni ko'rdinglar mana shu situatsiyada, men bilmoqchiman. Chunki men bilib turibman, juda ham ko'pchilikka bu situatsiya yaqin. Naskолько sizlarga yordam bo'ldi yoki yo'q. Chunki ko'p bunaqa qizlar adashmasam deb yozibdi rostdan ham. Ana, qizlar ko'p ekan. Men hozir juda ham berilib gapirdim. O'ylaymanki, meni tarixim, meni yashab o'tgan istoriyam sizlarga yuraklardan yuraklargacha yetib bordi. Bu faqat boshlanish edi, bu kirish qismi edi. O'zim haqimda ozgina informatsiya berish uchun, sizlarga motivatsiya berish uchun mana shunaqa ayniqsa qizlar haligacha ketolmayotgan, haligacha chet elga o'qishga kirishni xohlayotgan, lekin haligacha ketolmayotgan studentlar uchun men prosta yo'l yo'riq ko'rsatmoqchi edim. Hali ham yo'llaringiz ochiq. Oxirigacha harakat qiling, oxirigacha to'xtamasdan harakat qiling. Men agar hozirgi miyam bo'lganda edi, hozirgi psixologik tanlovim bo'lganda edi, erga tegmasdan ham magistraturaga ham ketib borgan bo'lardim. Chunki ishonasan, mana Websterda o'qiganimni ham o'z katta ma'nosi bor. Nimaga Webster tanlaganman? Chunki opять-таки ota-onam ruxsat bermagan. Ota-onam aytgan, seni endi eriga berishimiz kerak, 24 yosh bo'lding deyishgan. Конечно, qiz bolasiz. Qanaqa qilib yo'q deya olasiz? Yana to'ng'ich qizsiz. Qanaqa qilib erga bermasdan, erga tegmasdan magistraturaga o'zingizga borishga anaqa loyiqsiz deb o'ylaysiz? Конечно, yo'q.
hech qachon mana shu narsalarga e'tibor bermanglar, gap so'zlarga e'tibor bermanglar, oxirigacha olib boringlar. Magistraturada ham o'qinglar kerak bo'lsa. Magistraturani ham bitirib, PhDni ham bitirib keyin bemalol erga tegishga ulgurasizlar ham, bolali bo'lishga ham ulgurasizlar. Bu qizlar uchun mana anaqa kichkinagina maslahatim, hech qachon o'zinglarni hayotinglarni to'xtatib qo'ymanglar. O'zinglarni fikringlar bo'lsin. O'zinglar hayot yo'linglarni o'zinglar tanlaylar. Hech kim tanlab bermasin. Ota-onangiz ham emas, qarindosh urug'lar ham emas. O'zinglar tanlaylar hayotinglarni va o'shanda baxtli bo'lasizlar. O'shanda niyatingizga erishasizlar. Men shunda ham noto'g'ri yo'ldaman deb aytmayman. Baribir hamma narsa taqdirda yozilgan bo'ladi. Men erga ham tegdim, bolali ham bo'ldim. Mana hozir kompaniyadaman. Hozir mana sizlarga yordam berish missiyasida o'tiribman. Bekorga emas bu narsa. O'shaning uchun ham hozir men sizlarga mana shu ko'rsatmoqchiman. Kelinglar, hozir mana yana tanishib chiqamiz. Amerika universitetlari uchun o'zi nimalar kerak, nimalar bilan shug'ullanishingiz kerak va mana aytib o'tganimdek, mana eng nima edi, firmenniy gapim, men umrimda ta'limga bir tiyin ham sarflamaganman. Bu gap rostdan ham to'g'ri, chunki bakalavriatda государственный davlat granti meni qoplab bergan. Amerikaga o'qishimni davlat granti тоже Amerika davlat granti qoplab bergan va magistraturamni yurtimda qoplab bergan. Shunaqa qilib hamma butun o'qishimni 0 so'mga bitirganman. Mana shu tirishqoqligim bilan, oxirigacha borganim bilan. Hammalarga shuni nima deydi, tilab qolaman. Sizlarda ham shu narsa o'xshasin, nasib qilsin. To'liq grant bilan mana shu universitetlarga kirib ketish nasib qilsin. Uning uchun men bo'lishim mumkin, shart emas, yoki kompaniya yordam berishi shart emas. Uning uchun sizga kimdir yo'l ko'rsatishi ham shart emas. Hozir AI bor, ChatGPT bor, Google bor, YouTube bor. Hamma informatsiyada tekin resurslarda bor. Men bu yerda hozirgi jonli efirimni, hozirgi umuman vebinarni nimadir sotish niyatida qilmayapman yoki nimanidir pulga nimadir chaqash niyatida ham qilmayapman. Boricha men o'zimni ichimdagi informatsiyani boricha berish niyatida qilyapman. Keling, endi davom ettiramiz. Aytganimdek, American Councilsda 2 yil davomida ishlaganman. Global Yugrat programmasini o'tganman. El yurtimizda stipendiyasi sohibiman va har yili studentlarimiz $4,000 ko'proq grantlar yutishadi universitetlarga. Endi sizlarga savol bermoqchiman. Hozir chatda javob beringlar menga. Chatda javob beringlar. Ivy League universitetlarga to'liq grant bilan kirish uchun qancha vaqt tayyorlanish kerak? Qancha vaqt tayyorlanish kerak? Kim menga gaz qiladi? Instagramda ham o'qiyapman, hamma chatlarni o'qiyapman va Telegramda ham hamma chatlarni o'qiyapman. Nima deb o'ylaysizlar? Qancha vaqt kerak to'liq grant olish uchun? Kamida qancha vaqt kerak? Молодец. Ko'pchilik to'g'ri variantlar уже berishyapti. 2 yil deyishyapti, 2-3 yil, 5 yil, to'g'ri. Вообще, men hozir Amerika tizimi bo'yicha hozir gapiraman. Amerikada, o'zi Amerika universitetlarida, Amerikani davlatini o'zida Ivy League universitetlariga kirish uchun ota-onalar farzandlarini tug'ilishidan boshlab tayyorlashni boshlashadi. Tug'ilishidan boshlab. Ya'ni bu degani, siz mana bolangiz tug'ildimi, bo'ldi, уже hozirdan boshlashingiz kerak bolangizni o'sha Ivy League universitetiga tayyorlash uchun. Lider qilib tayyorlashingiz kerak, bolani tilga to'g'rilashingiz kerak, baholarni zo'r qilishingiz kerak, baholardan tashqari har xil akademik, sport yutuqlari, sotsial yutuqlar hammasiga hozirdan tayyorlashingiz kerak. Lekin o'zbekskiy realiyalar bilan, o'zbek standartlari bilan men sizlarga kamida aytaman, kamida 2 yil kerak. Kamida. Agar siz 8-sinfda bo'lsangiz, sizga hozir idealniy vaqt shu. Hozir shu idealni zo'r vaqt 8-sinf, 9-sinf, 10-sinf, mana shu 3 yilingiz Ivy League universitetlariga kirishga yordam beradi. Agar siz magistraturaga kirmoqchi bo'lsangiz, magistratura uchun siz birinchi kurs, universitetingiz birinchi kursidan qattiq tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Mana nechta studentlarim bor, to'liq mentorlikdagi studentlarim bor. Bakalavriatga kirgani taqdirda ham to'liq grant yutmay qolishgan taqdirda bakalavriatni mana shu o'qishni boshlashadi-da va bakalavriatni birinchi kursdan qattiq tayyorgarlik ko'rishni boshlashadi, o'sha magistraturaga хотя бы Ivy League kirish uchun. O'shaning uchun agar bakalavriatga ulgurmagan bo'lsangiz, magistraturaga ulgurasiz. Bakalavriat
hali boshlanmagan bo'lsa, hali 10-sinf bo'lsangiz, 11-sinf bo'lsangiz yoki 8-9 sinf bo'lsangiz, hozir sizlarni eng katta vaqtinglar. 2 yilni nimalarga sarflaymiz degan savol tug'ilishi mumkin, to'g'rimi? Nimaga 2 yil deymiz? Chunki Amerika tizimi bo'yicha universitetlarga siz 1-noyabrgacha, ya'ni 11-sinfni 1-noyabrgacha topshirib jo'natib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ungacha sizning qo'lingizda SAT imtihoni, IELTS imtihoni, ideal baholar, zo'r extracurricular activity'lar, har xil akademik va sotsial yutuqlar bo'lishi shart. Okay? Va eng ko'p deadline, mana masalan, yanvarda bor, 1-yanvar, 2-yanvar, 3-yanvar, 5-yanvar, 15-yanvargacha universitetlarni deadline'lari yopiladi. Всё. Tugaydi. 11-sinfni yanvarigacha siz topshirishga ulgurgan bo'lsangiz ulgurdingiz, bo'lmasa bo'ldi. Stop. U yerda anaqa o'zbekchilik o'tmaydi. Ertaga topshirib oling, ochib turinglar, hozir topshirib oling degan narsalar o'tmaydi. U yerda konkretno 15-yanvarmi, 15-yanvarda tugaydi. 5-yanvarda yozilgan bo'lsa, 5-yanvarda tugalishi shart. O'shaning uchun ham harakat qiling, maksimalni yanvargacha hamma ekzamenlaringizni topshirib bo'lib, dekabrgacha даже topshirib bo'lib, meni studentlarim вообще avgustgacha men vaqt beraman. 11-sinfni boshidan уже hamma ekzamenlarni tugatib bo'lib, faqat keyingi 3 oyni faqat esselar yozishga jo'natamiz. Va yana eng katta birinchi dalillari, bu birinchi talablardan biri bu baholaringiz. Ko'pchilikda mana o'zbek standartlari bo'yicha biz o'zbek universitetlariga topshirsak, masalan, 3 bahoga o'qiganlar ham davlat universitetlarimizga shundoq grantga kirib ketish mumkin, to'g'rimi? Lekin Amerika universitetlarida bunaqa ishlamaydi. Sizlarning baholaringiz juda ham katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun harakat qiling, baholaringizni maksimalni 5 ga yopishga. Ayniqsa siz davlat maktablarida o'qiyotgan bo'lsangiz, davlat maktablaridan 5 olish ancha osonroq. Agar siz prezident maktablarida o'qiyotgan bo'lsangiz yoki shunga o'xshagan qanaqadir qiyinroq maktablarda, xususiy maktablarda o'qiyotgan bo'lsangiz, bilaman, 5 olish u yerda qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin qabul komissiyasi qayerda, qaysi maktabdan turib 5 olayotganingizni ham bilib turadi. Agar siz TISda, Tashkent International School yoki Bridge Schoolda yoki Invento yoki shunga o'xshagan xususiy maktablarda o'qiyotgan bo'lsangiz va u yerda baholaringiz averagedan sal yuqoriroq bo'lsa, уже yaxshi, lekin maksimalni 5 baholar olishga harakat qilishingiz kerak. Qaysi maktabda o'qishingizdan qat'iy nazar. Bu birinchi o'rinda baholarimiz. Bu baholar faqat Amerika uchun emas, Germaniyada ham, Italiyada ham, Xitoyda ham, Koreyada ham, hamma butun xalqaro davlatlarda baholaringiz birinchi o'rinda turadi. IELTSdan ham birinchi o'rinda turadi baholaringiz. O'shaning uchun ko'pchilik mana shu xato qilib qo'yadi. 8-sinfda baholari 4-3 ga yopgan bo'ladida, keyin 11-sinfda men ingliz tili o'qiganman-da, o'shaning uchun baholarim tushib ketib qolgan degan paytida ingliz tilingiz, IELTSingiz, SATingiz sizni qutqarmaydi agar baholaringiz 3-4 bo'lsa. Tushuntirdimmi? O'shaning uchun baholarni birinchi o'rinda zo'r qilamiz va baholardan tashqari parallelni olib ketishimiz kerak ingliz tilini va SAT imtihonlarini. Endi davom ettiramiz. Xalqaro imtihonlar, ingliz tilini ko'pchilik menda savollar bor, nyuansiy savollarga hozirdan javob berib ketaman. SAT'im bor bo'lsa IELTS shart emas-ku degan savollarni eshitdim yoki xususiy maktabda o'qigan bo'lsam IELTS shart emas-ku degan savol gaplarni ham eshitdim ba'zi studentlardan. E'tibor beramiz, agar sizlar O'zbekiston universitetida, O'zbekiston maktabida, to есть yoki O'zbekistonni, umuman O'zbekistonmi, xalqaro boshqa maktablarmi, lekin o'zbek sinfida o'qigan bo'lsangiz, IELTS topshirishingiz shart. IELTS yoki TOEFL topshirishingiz shart. Chunki даже если CISda o'qigan bo'lsangiz ham, TISda o'qigan bo'lsangiz ham, Bridge Schoolda o'qigan bo'lsangiz ham, даже xalqaro maktablarda o'qigan bo'lsangiz ham IELTS TOEFLni ko'p top universitetlar talab qiladi baribir. Nimaga? Chunki siz angloговорящий stranada emassiz, ya'ni ingliz tilida gapiradigan davlatda yashab o'qimayapsiz. Agar siz Angliyada o'qigan bo'lsangiz, 3 yil, 2 yildan ortiq yoki Angliyani ingliz tilida gapiradigan davlatlarda o'qigan bo'lsangiz, IELTS TOEFL topshirish shart emas, to'g'ri. Lekin agar sizda haligacha masalan danilaringiz o'zbek tilida bo'lgan bo'lsa, o'zbek maktablarida o'qigan bo'lsangiz, rus tili sinf tillarida o'qigan bo'lsangiz, IELTS TOEFLni topshirishingiz shart.
va top universitetlar, liga plyushalar ko'proq Ivy League universitetlari 7,5, baza universitetlari 8 so'raydi. TOEFLdan esa 100 dan yuqori so'raydi. 90 bu o'tish balli. 100 dan yuqori, 110 dan yuqori bu Harvard, Columbia, Cornell shunga o'xshagan universitetlar so'rashi mumkin. Bu birinchi bazaviy talablar. Okay, bu talablarni ustidan yurib o'tib keta olmaysiz. Даже xalqaro olimpiadalarda birinchi o'rin olgan bo'lsangiz ham IELTS, TOEFL topshirishingiz shart. IELTS yoki TOEFL topshirish shart. Bu men har doim firmada gapim bor, yana IELTSga xuddi pasportimizga qaragandek qaraymiz, ya'ni qizil pasportimizga qaragandek qaraymiz. Qo'lingizda qizil pasportingiz bormi? Bo'ldi. Davlat chegarasidan o'ta olasiz, to'g'rimi? Davlat chegarasidan o'ta olasizmi? Qizil pasportingiz bo'lmasa. Aeroportda qaytarib yuborishadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, IELTSga ham xuddi shunaqa qarang. IELTS bu pasportingiz, lekin hech qanaqa bu akademik yoki sotsial yutuqingizga kirmaydi. Keyingi talab bu SAT. SAT, agar siz bakalavriatga topshirayotgan bo'lsangiz, SAT dan topshirishingiz kerak. Agar magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, GRE yoki GMAT ekzamenlarini topshirayotgan bo'lishingiz kerak. Men даже bu yil Oksfordlarga topshirdim, har xil universitetlarga topshirdim. Даже ba'zi universitetlarni magistraturasiga ko'pincha keyslarda GRE yoki GMAT so'rashdi. O'shaning uchun e'tibor beramiz. Magistraturani top universitetlari GRE so'rashadi. Qancha GRE ekzaminingizdan ballingiz yuqori bo'lsa, shuncha to'liqroq grant olishga, yutishga haqqingiz ko'proq bo'ladi. SAT da ham xuddi shunaqa. SAT bu sizni pasportingizga muqova qilasiz-ku, xuddi shunaqa muqova, ya'ni siz IELTSni va akademik yutuqlaringizni undan ham chiroyliroq qilib ko'rsatib beradigan narsa bu SAT. Va SAT bu yilgi keyslarda juda ham yuqoriroq va kuchliroq so'ralyapti. SAT so'ramagan universitetlar ham SATni talablarini kuchaytirishdi bu yildan boshlab. Va ba'zi universitetlar mutlaq SAT qabul qilmasdan kirmaydigan universitetlarga ham o'tdi. O'shaning uchun SATga ko'proq vaqtimizni ajratamiz va bu joyda aytib ketishim kerak. O'zbek maktablarida, o'zbek sinflarida, umuman rus o'zbek sinflarida o'qib turib SATni topshirish ancha qiyinroq. Bu IELTSdan ham 5 marta qiyinroq ekzamen. O'shaning uchun IELTSni topshirib bo'lganimizdan keyin kamida 1 yil SATga faqat ketkazishimiz kerak. O'shaning uchun 8-sinfdan tayyorgarlik ko'rishni boshlagan bo'lsangiz, ingliz tilingizni yuqori qiling, IELTSni topshiring, IELTSni topshirib bo'lganingizdan keyin SATni boshlang. SATni ko'p kutib o'tirmang. Lekin ikkita ekzamenni ham bir xil vaqtda olmang. Bu haqida to'liqroq YouTube kanalimda tushuntirganman. Nimaga ikkita ekzamenni ikkitasiga ham sразу tayyorgarlik ko'rish noto'g'ri ekanligini. Va shu joyda nimasiga e'tibor beramiz? Hozir mana YouTube Telegram kanalimda hozir juda ham zo'r struktura bilan bo'lishganman, ketma-ketlik bilan bo'lishganman. Qabul komissiya arizalarini qanday qilib tekshirish haqida tushuntirganman. Birinchi etapingiz bu vaqtida topshirganingiz. Vaqtida topshirdingizmi, yo'qmi? O'sha 1-yanvargacha topshirdingizmi yoki yo'qmi, shuni tekshirishadi. Ikkinchi etapingiz bu sertifikatlaringiz yetarli balli bormi yoki yo'qmi, shuni tekshirishadi. Ya'ni IELTS yetarlimi, SAT yetarlimi? Agar yetarli bo'lmasa, sразу shu joyda o'tkazib berishadi. Ikkinchi etap. O'shaning uchun mana shu joyda aytaman, Harvardga topshiryapsizmi? IELTS 7,5 dan yoki 8 ga yetarli ballingiz bo'lmasa, topshirganingizdan to'liq yo'q. Xuddi shunaqa SAT bo'yicha ham. SATingiz 1500 dan yuqori bo'lmadimi, Harvard yoki umuman boshqa Ivy League universitetlariga topshirganingizdan to'liq bo'lmaydi. Отказ berishadi shu joyida. O'shaning uchun ham e'tibor beramiz. Shanslarimizni to'g'ri taqsimlashimiz kerak. Ya'ni ko'rpaga qarab oyoq uzatamiz. Nechta studentlarim, o'zimni to'liq mentorlikdagi studentlarim bilan urushib qoldim shu temada. 1450 IELTS SAT olganda, yo'q, men Dartmouth bilan UPennga topshirmasam bo'lmaydi deydi. Ammo aytaman, topshirganimizdan to'liq yo'q, men shu joyda ikkinchi etapda o'sha отказ berib qo'yadi senga deb. O'shaning uchun ham e'tibor beraylik ikkinchi etapga. Ikkinchi etapda mana shu o'tish ballaringizlar bo'lishi shart. Okay? Va endi tasavvur qiling, qo'lida SATlar bor, SAT 1550 lar bor, 1500 dan yuqori ball bor. Va qo'lida IELTS 7,5, 8 bor. Va bu ikkinchi etapdan o'tdingiz degani. Lekin 3 va 4 etap bor. O'sha 3, 4 etapda ko'pchilik xato qiladi. Ko'pchilik 3, 4 etap haqida bilmaydi. Shu joyda xato qilib,
ko'pchilik mana studentlarni eshitgan bo'lsanglar 1600 SAT'si bor, lekin grantga kirmagan o'qishga. Nimaga? Chunki 3-4 etapi haqida o'ylamagan. Va umuman strategiya noto'g'ri tuzilgan. Va o'shaning uchun ham e'tibor beramiz. Ikkinchi etapni qildinglarmi, bu o'tdinglar degani emas, to'liq grant yutdinglar degani emas. 3-4 etap bor. 3-etap bu как раз taки sizni shaxsiy brendingiz haqida gap ketadi. Ya'ni sizni mashg'ulotlaringiz, yutuqlaringiz, nima ishlar qilganingiz, qanaqa proyektlar bilan shug'ullanganingiz, mana shu har bitta yutuqlaringizni qanchalik ular sizga chuqur depth, ya'ni value, qadriyatlar bergani yoki bermagani, nimadir o'rganganingiz yoki o'rganmaganingiz, qanchalik siz o'zingizni liderlik salohiyatingizni ko'rsatib berganingiz yoki ko'rsata olmaganingiz, yoki даже sizni xarakteringizni ko'rsatib bera olganingiz yoki ko'rsatib bera olmaganingiz. Mana shu hammasini 3-4 etapda tekshirishadi. Tushuntira oldimmi? Mana shu joyini kim bilmasdi, aytinglarchi mana shu joyiga. Okay? 3-4 etapida haqida kim bilmasdi. Hozir mana ba'zi dalillarni berib bo'ldim. Bu yog'i o'zi qiyin informatsiyalar bo'ladi. Juda ham qaymoq dalillar mana endi yetib kelyapti. Oxirigacha eshitinglar o'shaning uchun. Okay. Aha, bilmaganlar bor ekan. Ko'pchilik portfolio haqida biladi, lekin portfolioning ichiga nimalar kirishini bilmaydi ko'pchilik. Hozir mana shu portfolio, shaxsiy brend, siz o'sha mashg'ulotlaringiz, extracurricular activity'laringiz haqida nimalar kirishi haqida men sizlarga tushuntirib beraman va magistratura haqida ham gapiring iltimos debdilar Bahodir. Bahodir mana aytayotgan gaplarim magistraturaga ham, bakalavriatga ham bir xil tegishli. O'shaning uchun oxirigacha eshiting. Men hozir bakalavriatga ham informatsiya berib ketyapman. Magistraturaga ham bir xil dalillarni sразу o'tib ketyapman. Okay? Okay. Juda ham yaxshi. Endi davom ettiramiz. Ko'pchilik bilmasdi. Juda ham yaxshi. Agar sizlar hozir faqat IELTS va SAT bo'lsa hayotinglar yoki SAT bo'lmasdan faqat IELTS bo'lsa, mana shu joyda uyg'oninglar, ko'zinglarni ochinglar. Hozirgi informatsiyalar juda ham to'liq, qaymoqli informatsiya bo'ladi. Yaxshilab quloqimizni ochib eshitamiz. Zapis bo'lmaydi, hech qayerda bo'lishmayman va hozirgi joyda eshitib qolinglar oxirigacha. Mashg'ulotlar 3-4 etapingiz bu как раз таки sizni shaxsiy brendingiz haqida. Shaxsiy brend o'zi nima? Shaxsiy brendingiz mana shu sizni top universitetga kirasiz yoki kirmasligingizni aniqlab beradi. Ya'ni bu siz universitetga loyiqmisiz yoki loyiq emasligingizni tushuntirib beradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni ingliz tilida so'z bor. Are you fit for Harvard or not? Ya'ni are you fit? Fit degan so'zi siz mana bu siz S razmeridagi kiyim kiysiz, sizni razmeridan S'mi yoki yo'qmi? Kiyim sizga S ga to'g'ri keladimi? S razmeriga to'gri keladimi? Razmeringizmi o'zi sizni? Ya'ni Harvard sizni razmeringizga, dunyoqarashingiz razmeriga to'gri keladimi, yo'qmi? Shuni tekshirib oladi sizni shaxsiy brendingiz orqali. Tushuntira oldimmi? Va o'shaning uchun ham bu yil studentlar bilan umuman boshqacha ishladik. Essaylarni ham imенно Harvardga to'g'rilab yozdik. Har bitta Liga Plyusha universitetlari uchun alohida essay yozdik. Bu juda ham katta bizani mentalniy ishimizga to'g'ri keldi. Va davom ettiramiz. Maktabdan tashqari mashg'ulotlar etishadi studentlar, ayniqsa viloyatli, даже Toshkentlik studentlarimiz ham etishadi. Bizani maktabda mumkin emas-da bunaqa ishlarni qilish deydi yoki maktabimiz ruxsat bermaydi-da bu ishlarni qilishga deydi, lekin maktabda bo'lishi shart emas bu mashg'ulotlaringiz. Shaxsiy brend tuzish uchun umuman maktabni o'zi kerak emas. Tushuntira oldimmi? Mana bu rasm как раз таки Amerikada olingan, o'sha Global Grad programmasi bilan Grand Valley State University'da o'qiyotgan paytimda olingan. Mana rasmni ko'rib Amerika esimga tushib ketdi. Birinchi qiladigan ishimiz bu akademik yutuqlar. Akademik yutuqlarning ichiga nimalar kiradi? Bu olimpiadalar bo'lishi mumkin. Xalqaro olimpiadalar. Men davlat olimpiadalari haqida gapirmayapman. Davlat olimpiadalarini maxsuski unchalik ishqibozi emasman, chunki u yerda har doim korrupsiya, blati, telefon siyasatlari orqali o'rin oladi. Men u narsani tushunmayman, afsuski. Men faqat xalqaro olimpiadalarni tan olaman va xalqaro qabul komissiyalari ham xalqaro olimpiadalarni tan olishadi. Agar siz
International Math Olympiad, Asian Math Olympiad yoki shunga o'xshagan Singapore Math Olympiad, shunga o'xshagan olimpiadalarda birinchi o'rinlarni olgan bo'lsangiz, o'sha narsalar juda ham katta rol o'ynaydi. Mana bu studentlarimizni qatnashgan olimpiadalarni joylari World Scholars Cupda qatnashdi. Bu yil mana даже Qatarda birinchi o'rinni olib, Amerikaga ham даже borib kelishdi olimpiada orqali. Debatlarda birinchi o'rinni olishadi. Bostonga yana uchib ketishyapti bir nechta studentim. Ingliz tili bo'yicha xalqaro olimpiadalarni birinchi bronza va oltin medallarni yutib ketishyapti. Climate Science Olympiad, mana shu spiskalarni ham даже berganman. Tech Innovations, Female Only, Tech Girls degan programmalar bor. Mana shu akademik yutuqlarga topshirishga harakat qilinglar. Mana shu hozirgi prezentatsiyamni даже rasmga olib olinglar o'zingizlarga informatsiya bo'lish uchun, chunki bu informatsiyani hech kim hech qayerda bo'lishmaydi. Tim bo'lib o'zbek tilida hech kim gapirib bermaydi bu narsani. Men maksimalni informativ bo'lish uchun vebinarni to'liq tushuntirib berishga harakat qilmoqchiman. Keyingi qiladigan ishimiz ham bu mustaqil ta'lim olish. Amerika universitetlarini farqi boshqa universitetlardan, umuman boshqa davlatlardan farqi bu shundaki, studentlarni mustaqil ta'lim olishga majburlashadi. Ya'ni kitoblar o'qish kerak, qanaqadir onlayn kurslardan o'qish kerak. Agar siz maktabdan tashqari qo'shimcha kurslarni olmagan bo'lsangiz, o'ylashadi, o'zi maktabida qilmagan ishni bizning universitetimizda qiladimi deb o'ylab qolishi mumkin shu joyda. O'shaning uchun Courseradan kurslarni olishni o'zimizga xuddi habit qilib olamiz, ya'ni привычка qilib olishimiz kerak. Khan Academy'da juda ham ko'p tekinga kurslar bor. Garvardning o'zining tekinga kurslari bor. Stanfordning o'zining kurslari bor, edX kurslari bor. Hammasini bemalol tekinga olishingiz mumkin. O'tdagi informatsiyalarni sразу ingliz tilida qabul qilib, yo'rdan keyin sertifikatlarni olib, keyin rezumengizga kirita olasiz va mana shu professorni, mana shunaqa kursini olganman o'zi, mana shu professorni men juda ham yaxshi bilaman. Yo'nalishimni o'zi polностью o'qib chiqqanman. Hamma tekinga internetda bor informatsiyasini hammasini olib olganman. Endi menga universitetga qabul qilinglar deya olasiz keyin. Tushuntira oldimmi? Ya'ni farqi nimada? Farqi shundaki, siz universitetga bora olib, menga beringlar, qo'llarim ochiq, men hech nimani bilmayman, o'rgatinglar emas. Garvardga borib, men shuncha narsani уже bildim, oldim, menga konkretniy savollarim bor. O'sha konkretniy savollarimga javob beringlar. Men bu proyektni qilyapman, men shu proyektni qilishim uchun mana shu joylarga meni savollarim bor. Men bu professorni, men bu odamni kerak menga deb aytishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Ya'ni insight ola oldingizmi nima haqida gapirayotganimni? Bo'm-bo'sh qo'llar bilan emas, pustoy bilimlar bilan emas, уже bilimni olib olib, уже hamma narsa qilish kerak, qilishingiz mumkin bo'lgan informatsiyalarni hammasini olib olib, Garvardga borishingizdan maqsad, umuman top universitetlarga borishdan maqsad mana shu yo'nalishingiz bo'yicha yana ham chuqurroq kirish bo'lish kerak. Okay? Shu joyda kimda qanaqa savollar bor? Okay. Prezentatsiya ko'rinmayapti deyapti. Ko'rinmayaptimi? Prezentatsiya ko'rinyaptimi yo'qmi? Hozir boshqatdan harakat qilaman. Ko'rinyaptimi endi? Prezentatsiyani tekshirib olinglar. Aha, ko'rindi endi, молодцы. Zo'r. Okay, juda ham yaxshi. Endi davom ettiramiz. Men prezentatsiyani PDF faylda ko'rsataman va bemalol prezentatsiyadan foydalanishingiz mumkin keyinchalik. Va keyingi ishlarimiz bu albatta jamoat ishlari, volontyorstvo. Mana shu volontyorствоda ko'pchilik xato qiladi va aytadi, volontyorство bormi o'zi O'zbekistonda degan savollarni ham даже men eshitaman. Bor, juda ham ko'p. Volontyorstvoni qancha ko'p qilsangiz shuncha yaxshi. Lekin volontyorstvolarni ham son uchun qilmaymiz, ma'no uchun qilamiz. Quality over quantity deydi-yu, ya'ni sifat uchun qilamiz. Nimadir tushunish uchun, o'rganish uchun qilamiz. Menda yaqinda zo'r bitta insightli sistema bo'lib qoldi.
studentim kelyapti, 7-sinfda yozilganda to'liq mentorlik xizmatimizga. 7-sinfda yozilgan, 8-sinfda bo'lib уже kelyapti deb почти 1 yil ishlab bo'ldik student bilan. Onasi aytyaptilar, mani qizim juda ham o'zgardi, har xil odamlarni ko'rdi, har xil situatsiyalarni ko'rdi, hayotiy bilimlarni oldilar deyaptilar. Bu yerda biz rostdan ham ingliz tili dars o'tmaymiz yoki SAT dan fan darsdan o'tmaymiz. Biz studentga hayot ko'rsatamiz. Mana ko'zinglarni ochinglar, mana bunaqa hayot, mana bunaqa bo'ladi deb. Studentimizni nimaga ko'zi ochilgan? Chunki ko'pchilik studentlarimiz o'ziga to'q oilalardan bo'lsa, bu studentimizni volontyorstvoga borib, ko'zi ko'r studentlar bilan gaplashib ko'rganlar. Parallel invalid studentlar bilan gaplashib ko'rganlar, ularni atrofida bo'lib ko'rganlar. Va shunaqa ularda volontyorstvoda shunaqa vaziyat bo'libdiki, ko'zinglarni shunaqa nima deydi, praktika qilishganda, ko'zlarini yopib olishganda, bog'lab qo'yishganda, hozir borib mana bunaqa ishlarni qilinglar deganida u qiz уже qo'rqib ketgan, zulmatga tushib, juda ham мне было страшно deyapti, men qo'rqib ketdim, rostdan ham deyapti. Va mana shu joyda tushunib ketdim. Studentim rostdan ham atrofidagi bor imkoniyatlarni qadriga yetyapti. Ota-onasi berayotgan hamma imkoniyatlarni ko'rib qadriga yetyapti va oilasi menga shuni aytyapti. Mani qizim juda ham yaxshi tomonga o'zgardi. Tarbiya tomonidan ham, odamlar bilan gaplash tomonidan ham, dunyoqarash tomonidan ham shu taraflama o'zgardi deyapti. Va volontyorstvolarni maqsadi ham shu. Volontyorstvolar shu sizni asl nima deydi, yuragingizni ochib berish. Ko'zlaringizdan tashqari boshqa chakra deydi, 3-chi ko'zlaringizni ochib berish. Mehringizni dunyoga nisbatan mehringizni ochib berish, mana shu narsani volontyorstvolar ko'rsatib beradi. Jamoat ishlari ko'rsatib beradi. Ya'ni xayriya ishlari ham ko'rsatib beradi shu narsani. O'shaning uchun ham harakat qilamiz har xil jamoat ishlariga topshirishni va volontyorstvolarni o'zi qoidasi bo'yicha 200 soat volontyorstvo yig'ishingiz kerak, kamida 200 soat. 200 soat volontyorstvoni siz 3 oyda qila olmaysiz. 1 oyda qila olmaysiz, 1 yilda ham qila olmaysiz. Uning uchun kamida 2 yil davomida har hafta davomida har shanba, yakshanba kuni volontyorstvo qilib, o'zingizni proyektingizni ochib, odamlarga yordam berib, bitta yo'nalish bo'yicha chuqurroq kirib, mana shu 200 soatingizni yig'ib olishingiz mumkin. Tushuntira oldimmi? Mana shunda volontyorstolaringizni qadri va qiymati bo'ladi. Okay? Volontyorstvo bo'yicha tushunarli bo'ldimi? Kimda qanaqa savollar bor? Va keyingi qiladigan ishlarimiz bu konferensiyalar. Konferensiyalar juda ham katta rol o'ynaydi. Nimaga? Chunki ayniqsa mana ichida uyatchan studentlar bormi? Gap nima deydi, odamlarning orasida gapirishga uyaladigan, ingliz tilida gapirishga qo'rqadigan studentlar bormi? Odamlar bilan tanishishda даже qo'rqadigan studentlar bormi? Ha, bor deyishyapti. Uyalaman. Mana shu uyalishingizni yengish uchun studentlarimizni ko'proq MUN konferensiyalariga jo'natamiz. Har xil men bu spisklarni ham ko'rsatib qo'yganman. MUN konferensiyalarida qatnashib, ular har xil odamlar bilan tanishadi. Xuddi bizani baliqni dengizga qo'yib yuborib suv deydi-ku, xuddi shunaqa qilib o'zingizni shunaqa vaziyatlarga qo'yib yubormagunizgacha nimadirgadir erishmaysiz. Tasavvur qiling, chet elda borib qoldingizda, umringizda ingliz tilida gapirmagansizda, o'sha ingliz tilida gapirishga harakat qilasiz, lekin uyalib olasiz. Chet elda har bitta kuningiz bu imkoniyat, har bitta vaqtingiz bu imkoniyat. Imkoniyatdan foydalanishni o'rganishingiz kerak. Uni foydalanish uchun hozirdan bu narsa imkoniyatlarni foydalanishni o'rganib chiqishingiz kerak va o'shaning uchun ham harakat qilinglar. Ko'proq har xil konferensiyalarda faqat eshituvchi bo'lib emas, tinglovchi bo'lib emas, balki aktiv speaker ko'rinishda qatnashishinglar mumkin. MUN konferensiyalar bor, TED Talk konferensiyalari bor, Virtual Internship with Noble Turns, har xil shunaqa Teens in AI, Pioneer Research Program. Ya'ni shunga o'xshagan juda ham ko'p konferensiyalar bor, shularda qatnashishingiz shart. Va keyingi qiladigan ishimiz bu ish tajriba. Hozir mana magistraturaga topshirmoqchi bo'lganlar, yaxshilab eshitinglar. Ish tajriba faqat magistraturada emas, bakalavriatda ham tekshirilishi mumkin. Ba'zi xalqaro kompaniyalar sizni xalqaro kompaniyalarda malaka oshirishingizni kutishadi. Yoki oddiy bironta kafeda bo'ladimi, bironta kompaniyada bo'ladimi, prosta pul topish uchun emas. Pul topish uchun emas, prosta tak
tajriba orttirish uchun, ish tajribani orttirish uchun, nimadirni o'rganish uchun yoki bilimingizni oshirish uchun xalqaro kompaniyalarda ishlab ko'rishingiz mumkin. Okay? Tushunarli bo'ldimi? Kimda hozir ish tajribasi bor? Plus qoldiringlar, ish tajribanglar bo'lsa. Kompaniya haqida so'raganlar uchun sразу mana administratorimga yozinglar, administrator sразу javob beradilar. Okay? Xo'p, davom ettiramiz. Bu internship haqida edi. Endi davom ettiramiz. Maktabga, universitetga qo'shgan hissangiz. Mana shu joyda ko'pchilik xato qiladi. O'ylaydi, men juda ham ko'p viloyatdan yoki dasha Toshkent maktablaridan ham eshitganman, ota-onalar maktabga jo'natishmaydi 8, 9, 10 sinflarda, 11 sinflarda ham ba'zida jo'natishmaydi. Va o'shanda hayron qolaman, nimaga jo'natishmaydi? Chunki maktabda bergan qanaqadir imkoniyatlaringiz, olgan imkoniyatlaringiz hammasi rol o'ynaydi уже. O'shaning uchun harakat qilinglar, ko'proq universitetda yoki maktabda qo'shgan hissangiz, ya'ni qanaqadir klublar oching, qanaqadir to'garaklar oching va to'garaklarda nimadirlar bilan shug'ullaning. Mana shu shug'ullangan qanaqadir nima deydi, informatsiyalaringiz katta rol o'ynashi mumkin уже. Men eshitilyapmanmi? Instagram. Eshitilyapmanmi yo'qmi? Va maktabga va universitetga qanaqa hissa qo'shishingiz mumkin? Masalan, yana jamoat ishlarini qilishingiz mumkin, loyihalar tuzishingiz mumkin, tadbirlar qilishingiz mumkin. Har bitta maktabda yoki universitetda qilgan nimadir hissangiz qo'shilgani уже sizga plus bo'ladi. Nimaga? Chunki bundan keyin siz rekomendatsionniy xatlar, ya'ni tavsiyanomalarni ola olasiz universitetlardan. Yoki o'zingiz maktab o'qituvchilaringizdan tavsiyanomalarda shularni kirita olishadi. Agar shu ishlarni qilmagan bo'lsangiz, tavsiyanomangizga kiritishga qo'yishmaydi. O'shaning uchun ham harakat qiling ertaroq mana shu maktab universitetga hissalaringizni hozirdan qo'shishingiz kerak. Ayniqsa 8-9 sinfda bo'lsangiz, hozirdan qanaqadir to'garak oching. To'garak ochishga ruxsat berishmasa, o'qituvchisi bilan birga oching shu to'garaklarni. Okay? Va eng katta bizani studentlarimiz uchun beradigan nima deydi, maslahatimiz va to'liq mentorlikdagi ham kiritiladigan eng katta ishimiz bu ilmiy maqolalar yozish. Ilmiy maqolalarni qanaqa yozamiz? Ilmiy maqolalar qanaqadir nima deydi, ilmiy maqola yozish uchun siz universitetni yoshida bo'lishingiz shart emas. Даже bizada 8-sinf studentlari ham ilmiy maqolalar yozishdi. Xalqaro jurnallarda chop ettirishdi o'zlarining maqolalarini va bu bizani to'liq mentorlik xizmatimizning ichiga kiradi. Bularni даже o'rgatamiz ham ilmiy maqolalarni qanaqa yozishni. Bu eng katta bilan bizani qiladigan ishimiz. Okay? Eshitilyaptimi, yo'qmi? Okay, yaxshi. Va bu ilmiy maqolalar edi. Keyingi qiladigan ishimiz, bu eng katta qiladigan ishimiz bu loyihalar. Kimda o'zini loyihasi bor, kim o'zini yo'nalishi bo'yicha, mana hozir men nechta student konsultatsiya qilgan bo'lsam, men meditsinaga kiraman dedi, men ekonomikaga kiraman dedi, men biznesga boraman dedi, lekin biznesga nimaga borayotganini bilmaydi yoki meditsinaga nimaga borayotganini bilmaydi. Loyihalarning maqsadi o'sha nimaga shu yo'nalishni tanlaganingizni ko'rsatib beradi. Ya'ni siz masalan biznesga bormoqchi bo'lsangiz, biznesda o'qimoqchi bo'lsangiz, biznes startap loyiha ochib ko'rganmisiz? Ijtimoiy loyihalar qilib ko'rganmisiz? O'z yo'nalishingiz bo'yicha qanaqa problema topgansizki, o'sha problemaga qanaqa yechim beryapsiz? Ya'ni
hamma studentlarni har bir qanaqadir global muammolar ko'rishi mumkin. Kimdir ekologiyada muammo ko'radi, kimdir Orol dengizida muammo ko'rishi mumkin, kimdir maktab umuman education sistemida muammo ko'rishi mumkin. Mana shu muammolarga javob qidiring. Ya'ni yechim qidiring. O'sha yechimni berganingizdagina, yechimni loyiha ko'rinishida kirib chiqqaningizdagina sizni shaxsiy brendingiz to'liq bo'ladi. Ya'ni shaxsiy brendingiz orqali siz o'zingizni gapirib bera olasiz. Mana shunaqa proyektim bor, shu loyihamni mana shu joyini qilib bo'lganman. Qilayotganimda mana shunaqa savollar tug'ildi. Shu savollarga javobni men Garvardni mana shu laboratoriyasidan mana shu professordan ola olaman. Mana shunaqa qilib, o'shaning uchun men Garvardga kirmoqchiman deya olasiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz Garvardga borishingizdan maqsadingiz, men Garvardga bormoqchiman chunki zo'r diplom beradi va dunyoda nomer 1 universitet emas, balki men shu loyihani qilishimdan maqsad mana shu dunyoga mana shunaqa yordamlar beradi, o'shaning uchun men Garvardga kirishim shart deyishingiz kerak. Farqini sezyapsizmi o'shanda? Okay? Judayam ko'p yoshyapti, chatda молодцы, judayam zo'r, hamma zo'r, молодцы. 100 ta odam meni aktivno eshityapti, oxirigacha eshitdinglar. Faqat men yangi daniylar mana endi boshlanadi. O'tgan safargi vebinarlarga kirgan bo'lsangiz, qaytarilishda bo'layotgan bo'lsangiz, yangi daniylarni endi berishni boshlayman. Okay, meni studentlarim judayam ko'p loyihalarni tuzishdi. O'zlarini anaqa elektromashinalarini tuzishdi. Kimdirlar даже pilisos tuzishdi. Kimdirlar Orol dengizini saqlash bo'yicha o'zini loyihalarini ishlab chiqishdi. Kimdirlar finansiy savodxonlik bo'yicha proyektlarni qilishdi. Kimdir Guinness rekordini yutdi, kimdir robotlar yasab chiqdi. Ya'ni hamma har xil yo'nalish bo'yicha o'zini loyihalarini tuzgan. Mana shu loyihalar ustida judayam ko'p ishlarni olib borishdi. Va sizlarga ham maslahatim mana shu sizni loyihangiz bu sizni butun motivatsion xatingizni ham fundamenti hisoblanadi. Motivatsion xat bu nima? Motivatsion xatda siz motivatsiyangizni ko'rsatib berishingiz kerak, to'g'rimi? Mana shu motivatsion xatingiz tabi mana shu proyektingiz hisoblanadi. Okay? Tushunarli bo'ldimi? Shaxsiy brendga salgina tushunmadim deyaptilar. Shaxsiy brend mana shu aytayotganlarimni oxirigacha eshitsangiz, aytganlarimni oxirigacha eshitgan bo'lsangiz, mana shuni o'zi shaxsiy brend. Hozir men sizlarga misol tariqasida ko'rsataman. Hozir 10-sinflar bormi atrofingizda? Men sizlarga juda ham qimmatli ma'lumotni beryapman. 10-sinflar bor bo'lsa, mana shu prezentatsiyani shu qismini rasmga olib olinglar, chunki bu narsani sizlarga hech kim bermaydi. Nimaga? Chunki bu yerda shagma-shag ko'rsatilgan hozirgi situatsiyada nimalar qilishingiz kerakligini va 1 yil davomida nimalar bilan shug'ullanishingiz kerakligini tushuntirib ko'rsatilib berilgan. 10-sinflar bormi oranglarda? Kim 10-sinf? Aha, молодцы. Hozir mana 10-sinfda bo'lsangiz, 10-sinfda hozir SAT, IELTSga tayyorgarlik ko'rib, avgustgacha 2 ta ekzamenni topshirib bo'lishingiz kerak va a'lo baholar ustida ishlashingiz kerak. Avgustdan noyabrgacha bo'lgan muddatda universitetlarni tanlab, arizalarni o'sha to'ldirib, motivatsion xatlarni yozib, o'sha 1-noyabrgacha universitetlarning hammasiga arizalarni jo'natib bo'lishingiz kerak. Dekabr, yanvar, fevralda Amerikadan tashqari Kanada, Angliya, Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, Italiya, Germaniya universitetlariga hammasiga yana arizalarni yozib, yana jo'natib olishingiz kerak. Va mart, aprel oylarida esa hamma topshirgan universitetlaringizdan javob chiqishni boshlaydi va kirgan universitetlarni bittasini tanlab siz o'sha universitetga topshirishingiz mumkin. O'sha universitetni tanlashingiz kerak va bitta universitet tanlaganingizdan keyin oxirida iyun, iyul, avgust muddatlarida, keyingi yilni iyun, iyul, avgust oylarida siz vizaga tayyorgarlik ko'rib, hujjatlaringizni yig'ib ketishga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak va avgustda Amerikada avgustda boshlanadi o'qish va Yevropa va Asiya davlatlarida esa
o'qish sentyabr oktyabr oylarida boshlanadi. Mana shu jarayongacha qiladigan ishlaringiz judayam ko'p bo'ladi. O'shaning uchun ham hali bir yarim yilim bor deb o'ylab yurishga vaqtinglar уже qolmadi. 10-sinflar 10-sinflarni biz уже to'liq mentorlikka qabul qilamiz. To'liq mentorlik uchun konsultatsiyaga yozilib bemalol bizani to'liq mentorlikka yozilishinglar mumkin. Bizani juda ham ko'p xizmatlarimiz bor. Hamma davlatlar uchun alohida to'liq mentorlik xizmatimiz bor va har bitta davlat uchun o'zini рассрочка narxlari ham bor. Buning uchun mana administratorimga yozinglar. Hamma skrinshot olishga ulgurdimi? Mana shu stranitsani. Konsultatsiyani men lично o'zim o'tkazaman. O'shaning uchun ham konsultatsiya pulli. Men konsultatsiyada butun energiyamni beraman. 1,5 soat davomida sizni lично tanishaman, ota-onangiz bilan tanishaman, o'zingizlar bilan tanishaman va meni juda ham katta mehnatim, vaqtim, sog'lig'im ketadi bu narsaga. O'shaning uchun konsultatsiyada informatsiya berganim uchun, kerakli informatsiyani sizga даже plan qilib berganim uchun bu konsultatsiya pulli, bepul konsultatsiyalar ham bor. Bu meni administratorim bilan bo'lib o'tadi. Angliyada ham xuddi shunaqa variantlar bor. Angliya bo'yicha men konsultatsiyada sizga to'liqroq informatsiya bera olaman, chunki Cambridge hammani ham qabul qilmaydi. Cambridge hamma o'zbek studentlarni ham qabul qilmaydi, chunki A level so'rashadi. Endi yangi ma'lumotlarga yetib kelamiz. 2027-yilda Amerikaga umuman qabul komissiyalari top universitetlarga kirmoqchi bo'lgan studentlar uchun yangiliklar, oxirgi admission cycle trends deydi-yu. O'sha trendlar haqida gapirmoqchiman. Qanaqa trendlar bo'ladi 2027-yilda, nimalar o'zgaradi? Nimalar o'zgarishi mumkin? Birinchi o'rinda testing, ya'ni testlar yana qaytib keladi. Ya'ni siz SATsiz уже ko'p universitetlarga topshira olmaysiz. Garvard SATsiz qabul qilmaydi. Yale SATsiz qabul qilmaydi. UPenn qabul qilmaydi. Princeton qabul qilmaydi. Ko'pgina bu yil ham SATsiz qabul qilgan universitetlar 2027-yil uchun SATsiz qabul qilmaydigan universitetlar ko'payishni boshlaydi. Nimaga ko'payadi? Nimaga? Buni даже sababini ham men sizlarga hozir tushuntirib bera olaman. SAT bu Amerika o'qish tizimiga tayyorlab beruvchi ekzamen, imtihon. SAT olmagan studentlar o'zi umuman Ivy League universitetlarda o'qishga qiynalishadi. Mana studentlarim yozgi maktabda to'liq grant yutgan taqdirida ham, yozgi maktablarda Garvardni, Stanfordni, Babson kollejlarini grantlarini yutishganda ham yoz paytida o'qishayotganda qiynalishdi. Professorni tushunishmadi. Professor nima deyotganini ilg'ay olishmadi. Va mana shunaqa studentlarni tasavvur qiling, rostdan bakalavriatga tushib qolganda Amerikada bo'lib turib qanaqa qiynalishgan bo'lardi. Va SAT yuqori ball chiqmasa, bu degani уже Garvardda, Princetonda, Columbia, Cornellda o'qish ancha qiyinlashadi. O'shaning uchun o'zinglar aldamanglar. SAT 1450 yoki 1400 yoki 1300 chiqqanida men ham baribir Ivy League kira olaman deb o'zinglar aldab yurmanglar, iltimos. Amerika bekorga SATsiz qabul qilmaydi. Buni tektugi bilan o'zi ma'nosi bor. Amerikada o'qishga, Amerikani tizimidagi bakalavriat tizimida o'qishga sizni akademik tayyorgarligingiz bormi yoki yo'qmi, shuni ko'rsatib beradi SATsiz. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun ham SATga chuqurroq va seryozniyroq qarashimiz kerak. Keyingi qiladigan eng katta trendlardan biri bu AI, ya'ni искусственный intellekt, ChatGPT paydo bo'lgani, har xil sun'iy intellektlar paydo bo'lgani. Bu degani ChatGPT bir xil hammaga variant beradi, bir xil savolga bir xil javob beradi. Mana shu essayimni Garvard uchun yozib berdisi bir xil o'zgartirib beradi. Va o'shaning uchun ham universitetlar har bitta yozgan motivatsion xatingizni yanada qaytadan tekshirishga harakat qiladi va qaytadan buni AI yozdimi yoki student o'zi yozdimi deb yana boshqatdan tekshirishga harakat qilishadi. Va o'shaning uchun ham uniqueness, ya'ni authenticity, ya'ni boshqacha AIga o'xshamasdan fikrlarni qidirishadi. Va o'shaning uchun ham sun'iy intellektdan ko'p savollar berib, ko'p javoblarni olishga harakat qilmanglar. Chunki qabul komissiyasi bitta o'qib sразу bilib oladi buni sun'iy intellekt yozganini.
O'shaning uchun ham o'zinglarni find your own voice deydi-yu, ya'ni o'zinglarni ovozinglarni ko'rsatib beringlar, o'zinglarni fikringlarni ko'rsatib beringlar. Ko'proq kitoblar o'qinglar, o'shaning uchun ko'proq Ivy League qabul komissiyani fikrlaydigan darajasida humbleness, humility haqida ko'proq kitoblarni o'qishga harakat qilinglar. O'shanda fikringlar, mindsetinglar, dunyoqarashinglar Ivy League universitetlariga qarab o'zgarishni boshlaydi. Va keyingi narsa bu real rigor matters more than ever. Ya'ni sizni общий данныйlaringiz, ya'ni общий backgroundingiz ko'proq rol o'ynashni boshlaydi. Sizni baholaringiz, kontekst, sizni shu paytgacha qayerda yashaganingiz, bundan oldin nimalar bilan shug'ullanganingiz, hammasi общий bitta qaraladi. Tushuntira oldimmi? Va keyingi trendlardan bittasi bu impact, ya'ni sizni qilgan ishlaringizni har bittasini effekti ko'proq bo'ldimi yoki prosta Amerika universitetiga xo'ja kursini uchun qildingizmi? Mana shu ham katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun ham e'tibor beringlar. Ko'proq har bitta qilayotgan ishinglarni ma'nosini qidirishga, nima uchun qilyapsiz, kim uchun qilyapsiz, qanaqa natijalar beryapti har bitta qilayotgan ishingiz, hammasiga chuqurroq e'tibor berishga harakat qilinglar. Va context heavy reviews accelerating, ko'proq universitetlar intervyular orqali sizni qabul qilishni boshlaydi. Sizni o'sha motivatsion xatingizdan ham ko'ra sizni intervyularingiz ko'proq rol o'ynashni boshlaydi, chunki AI ko'payib ketdi, hamma ko'pchilik o'zini mashg'ulotlarini aldab ko'rsatayotganlar ko'payib ketdi, essaylarni ham sun'iy intellektlar orqali yozayotganlar ko'payib ketdi. O'shani hisobiga intervyular ko'payib ketdi. Intervyuni har bitta student bilan qilishyapti. Va eng kattasi bu har bitta rekomendatsion xatlaringizni, har bitta tavsiyanomalaringizni yaxshilab tekshirishni boshlashadi. Ya'ni detallarga ko'proq e'tibor berishni boshlashadi. Bu 2027-yilga Amerika universitetlariga Liga Plyushalarga kirmoqchi bo'lgan universitetlarni trendlari edi. Okay? Georgetown haqida gapiring deyaptilar, Nigmatov. Mana berayotgan informatsiyam hamma top 20 talikka kirgan universitetlar uchun bir xil. Garvard deganimda hamma top 20 talikni qabul qiling. Ivy League'ni qabul qiling. Bir xil bo'ladi. Va topshirayotganingizda faqat Georgetownga topshirmaysiz-ku, hamma universitetlarga qabul qilinasiz, topshirasiz, to'g'rimi? O'shaning uchun общий данныйlarni bilib olishingiz kerak birinchi o'rinda. Okay, 400 bitta komment bo'libdi, 106 odam bizani eshitishyapti. Tayyormisiz bundan ham chuqurroq informatsiyalarni olishga? Hozir juda ham katta informatsiya keladi bundan buyog'i. Okay, eshitilyaptimi? Davom etamizmi? Okay, endi hozir Amerikadan tashqari boshqa davlatlar haqida ham gapirmoqchiman. Davlatlardagi farqlar, Germaniya haqida gapiramiz, Italiya haqida gapiramiz, Xitoy, Singapur, boshqa davlatlar haqida gapiramiz. Germaniyaga kirmoqchi bo'lganlar bormi? Germaniya universitetlariga kirmoqchi bo'lganlar bormi? Magistratura yoki bakalavriatga. Kim Germaniyaga kirmoqchi? Menga aytinglarchi, chatda qoldiringlarchi informatsiyani. Anyone applying to Germany? Sobir va Muhayyo aytibdilar. Germaniyaga kiryapman deyaptilar. Zo'r, yaxshi. Yana kim Germaniyaga topshirmoqchi? Men hozir bakalavriatni ham nyuanslarini aytaman, magistraturani ham nyuanslarini aytaman. Bor ekan Germaniyaga topshirayotganlar. Zo'r. Juda ham yaxshi. Birinchi bakalavriat uchun tushuntiraman. Bakalavriat Germaniyaga topshirishingiz uchun agar siz to'liq grant bilan o'qimoqchi bo'lsangiz, nemis tili bilishingiz shart. Kamida B1 o'rinda nemis tilini bilishingiz kerak bakalavriat uchun, to'liq grant bilan o'qishingiz uchun. DAD degan grant bor. DAD orqali faqat bakalavriatga grant yuta olasiz, lekin bakalavriatga grantlar ancha kamroq. Agar siz faqat ingliz tili bilan topshirmoqchi bo'lsangiz, o'shaning uchun ham Germaniya uchun hozirdan tayyorlanishni boshlang. Kamida B1 o'rindagi nemis tilini o'rganish uchun. Lekin siz hozir 11-sinfni bitirayotgan bo'lsangiz,
11 sinfni bitirib bo'lib srazu sizni universitetga qabul qilishmaydi, chunki bizani o'zbek tizimizi, o'zbek o'quv tizimizi Yevropa tizimiga to'g'ri kelmaydi. Yevropada 12 yil o'qishadi maktablarda. Biz 11 yilda bitiryapmiz. Bu degani, значит, sizni universitetlarga hali qabul qilishmasdan student kollega majburiyati bo'ladi. Majbur bo'lasiz student kollega, ya'ni ularni foundation programmada 1 yil davomida o'qishga. Student kollegalar agar ingliz tilida bo'lsa, ular pulli bo'ladi, kamida 10,000 yevro turadi ular. Undan arzonlari ham bor, lekin ingliz tilida programmalar juda ham sanoqli. Va bakalavriatni agar siz nemis tilida o'qimoqchi bo'lsangiz, student kollegalarni tekinlarini topishingiz mumkin. Lekin nemis tilini bilsangiz ham, agar siz DEDdan grant yutmagan bo'lsangiz, yopiq blok akkauntini ochishingiz shart. 12,000 yevrolik blok akkauntini ochishingiz shart. Bu siz iloji yo'q. Lekin u pulni baribir siz o'zingizga ishlatasiz. Ya'ni siz o'zingizga depozit orqali qo'yib qo'yasiz pulni. Ya'ni mana 12,000 yevro pulim bor. O'sha 12,000 yevroni har oyida men 900 yevrodan yechib turaman o'zimning xarajatlarimga deb Germaniyaga tushuntirib berasiz, meni pulim yetarli deb. Tushuntira oldimmi? Alisher Abdurahmanov yozibdilar, Princetonga magistraturaga imkoniyat qanaqa? Alisher, men bu haqida уже gapirib berdim. Boshidan eshitganingizda, men zapisni qoldirishga harakat qilaman, boshidan eshiting. Hammasini tushuntirib berdim. Yana ham lichniy savollaringiz bo'lsa, konsultatsiyaga bemalol yozishingiz mumkin. Bu Germaniyani bakalavriati uchun edi. Lekin siz Germaniyaga magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, sizda уже ko'proq imkoniyatlar bo'ladi. Nimaga? Chunki nemis tilisiz ham уже ingliz tili bilan 6,5 IELTS yetarli bo'ladi уже tekinga magistraturada Germaniyada o'qishingiz uchun. Va akademik yutuqlar Germaniyada ko'proq rol o'ynaydi sotsial yutuqlaringizdan ko'ra. Va ularda baholar juda ham katta rol o'ynashadi. Ayniqsa Germaniya baholar bo'yicha juda ham qaysar deydimi? Qaysar deganimda prosta tak emas. Ba'zi shunaqa keyslar bo'lgan, masalan, Westminsterda o'qigan bitta studentimiz bo'lgan, baholari 3 ga yopgan bo'lganda va universitetga Germaniyani top universitetiga topshirganimizda ertangi kuniga Germaniya saz отказ berib yuborgan. Baholaring to'g'ri kelmas ekan, GPA bizga to'g'ri kelmas ekan deb отказ berib yuborgan. O'shaning uchun Germaniyaga topshirmoqchi bo'lsangiz, bakalavriatingizni faqat 5 baholarga yopishga harakat qiling. Даже если magistraturangiz bepul bo'ladigan bo'lsa ham, baribir yopiq blok akkaunti talab qilinadi agar DEDdan grant yutmagan bo'lsangiz. Faqat DED grant berishi mumkin o'tdi. DAT, ya'ni DAT degani o'zini Germaniyani granti bor. Germaniyani DAT granti uchun siz noyabrda, dekabrda уже arizalarni jo'natib qo'ygan bo'lishingiz kerak va magistraturada ingliz tili uchun programmalar juda ham ko'p. Bu Germaniya haqida edi. Endi ikkinchi davlat haqida gaplashamiz. Yevropaning eng zo'r davlatlaridan biri bu Italiya, to'liq grant beradigan va stipendiyalarigacha to'lab beradigan grant turi. Bu faqat Italiyada bor. Umuman Yevropa bo'yicha eng arzon davlat ham, eng top universitetlar ham top universitetlar bo'yicha, ham grantlari bo'yicha eng to'g'ri keladigan eng zo'r davlat bu Italiya. Italiyada как раз таки 6,5 IELTS yetarli bo'ladi. Va akademik yutuqlaringiz katta rol o'ynaydi, baholaringiz ham katta rol o'ynaydi va agar Italiyani davlat universitetlariga kirsangiz 7,200 yevro stipendiya sizga ajratishadi. Agar grantni yutsangiz, bu eng zo'r variant. Magistraturaga ketmoqchi bo'lib, minimalniy byudjeti bor odamlar uchun Italiya eng zo'r variant. Bakalavriatda ham xuddi shunaqa variantlar bor. Ya'ni foundation 1 yil o'qishingiz majbur bo'lasiz va foundation ko'pincha keyslarda pulli bo'ladi, lekin ingliz tilidagi programmalari yetarli. Germaniyaga o'xshab sanoqli emasdi, yetarli ingliz tilidagi programmalar bor bakalavriat uchun ham, foundation uchun ham. Lekin hamma Yevropa davlatlarida 12 yillik образование bo'lgani uchun 12-yilni talab qilishadi, foundationni talab qilishadi va Italiya eng zo'r variantlardan biri. Italiyaga topshirmoqchi bo'lganlar bormi? Plus qoldiringlar, kim Italiyaga topshirmoqchi bo'lsanglar. Bor ekan, ko'p ekan, aha.
GPAni qanday hisoblasa bo'ladi deb so'rabdilar Umarova. Mani YouTube kanalimga kiring. YouTube kanalimda GPA qanaqa hisoblanadi degan savolga javob ola olasiz. GPA o'zi nima, GPA qanaqa hisoblanadi, hammasini tushuntirib berganman tekinga bitta videoda. Italiya zo'r, lekin soqqa topish uchun USAdek emasda, ne uchun misla deyaptilar. Amerikaga ham soqqa qilish uchun borish to'g'ri emas. Chunki Amerikada bilim olish uchun borish kerak. Amerikada o'qish paytingizda faqat pul bilan ishlay olmaysiz. Bu narsani agar faqat pul topish uchun ketmoqchi bo'lsangiz, Qora Angliya bo'ladi. Agar Qora Angliya podkastini ko'rgan bo'lsangiz, Qora Angliya bo'lib qolasiz. Bu yaxshilik bilan tugamaydi, afsuski. Pul uchun borganingiz to'g'ri emas. Magistratura uchun ham, bakalavriat uchun ham. Yaponiya ham bormi debdilar. Yaponiyaga ham jo'natyapmiz. Yaponiyani deadline-lari tugaydi yaqinda, o'shaning uchun tezroq ulgurib qolishingiz kerak. Ko'p universitetlar уже yanvarda, dekabrda tugatgan deadline-larini. Mani ukam hozir bakalavriatda Amerikada o'qib ham ishlayaptilar. Yashashiga zo'rg'a yopadilar, to'g'risi. Lekin bakalavriatdagi kontraktini yopadigan pulni topish qiyin o'tdi. O'shaning uchun ham logikani ishlatish kerak. Amerikaga pushti ochkilar bilan borish to'g'ri emas. Amerikaga borsam pul osmondan tushadi degan xayollarni chiqarib tashlaylar. Amerika hozirgi vaziyatda tim bo'ldi unaqa osmondan pul sochib turmaydi sizga. Mana senga imkoniyat, mana senga pul, men seni kutib turibman, mana senga ish, mana senga hamma narsa deb hech kim sizga berib turmaydi. Men boricha yetishim kerak. Konsultatsiyaga kelganlarni ham ko'pincha shashtirib tushirib yuboraman kerak bo'lsa, yig'lab ketishadi konsultatsiyadan. Voy, shunchalik qiyinmidi deyshadi. Da, men oson yo'lini gapirmayman, lekin borini gapiryapman. Как есть gapirishim kerak. Okay? Okay. Keyingi davlatlar: Singapur, Xitoy, Janubiy Koreya. Biza to'liq mentorlik xizmatimizni Osiyo davlatlari uchun alohida ochganmiz. Xitoyni yo'nalishini ochgan edik, lekin ko'pchilik Xitoyga topshirganlar bizdan so'rashdi, Singapurdagi ham universitetga topshiraylik, Janubiy Koreyadagi ham bu universitetga topshiraylik deb rosa ko'p so'rashdi. Mana shu talablarga binoan biza Yonsei University'ga, KS University'siga va National University of Singapore'ga topshirdik va undan tashqari Xitoyning eng top universitetlari Tsinghua, Peking universitetlarga topshiryapmiz. Shanxay Jiatong universiteti, Zhejiang universiteti, Fudan universiteti, mana shu universitetlarga, top universitetlarga topshirishni davom ettiryapmiz. Buni shuning uchun ham e'tibor beringlar. Xitoy universitetlarining ham deadline-lari уже yopilyapti. National University of Singapore'ga уже deadline-lari yopildi. Yonsei hali ochiq, KS ham ochiq, unga ulgurishingiz mumkin. Mana shuning uchun Xitoy va Osiyo davlatlariga topshirmoqchi bo'lganlar tezroq harakat qilinglar topshirib qolishga. Buning uchun ham bizning to'liq mentorlik xizmatimiz bor va nimasiga e'tibor berishingiz kerak? To'g'risini aytaman, hozir Xitoy trendda. Nimaga? Chunki ayniqsa hozirgi zoomerlarimiz Xitoyni juda ham yaxshi ko'rishadi, Koreyani juda ham yaxshi ko'rishadi. Umuman Osiyo davlatlariga qiziqish juda ham katta. Buni ma'nosi ham bor. Nimaga? Chunki u yerda iqtisodiyot ancha o'syapti va imkoniyatlarning darajasi ham shunga yarasha o'sgan va ko'pchilik masalan anime ko'rgan yoki K-popga qiziqadigan yoshlarimiz uchun Xitoy, Janubiy Koreya, Singapur davlatlari juda ham qiziq. O'shaning uchun ham e'tibor beramiz. Mana shu universitetlarga hozir topshirishga ulgurib qolinglar. Kim mana Xitoy yoki Singapur yoki Koreyaga topshirmoqchi? Qaysi davlatlarni xohlaysizlar? Yaponiya, Koreya, yaxshi, молодцы. Yana kim qaysi davlatlarga topshirmoqchi? Amerika bilan bir xil qiyinlikda deb o'ylayman, lekin dahshat universitetlar bor. Yaponiya ham bor, Yaponiyani ham aytib bo'ldim. Yaponiyada magistraturaga topshiramiz hozir как раз taки. Ulgursanglar bo'ladi. Kanadaga ham topshiramiz.
Qatardagi Amerika universitetlariga topshiramiz har yili. Xitoyni nimaga biza yana aytamiz, Xitoyni o'zini Liga Plyushalari bor. Ya'ni Xitoyni o'zini Cambridge bor, Xitoyni o'zini MIT'si bor. Har bitta yo'nalish bo'yicha o'zini top universitetlari bor va ularni butun dunyodagi top 10talikka kirgan universitetlari bor. Top 10talik mana butun dunyodagi top 10talikdagi universitetlarni qidirayotgan bo'lsangiz, Xitoyga kirish eng oson yo'li hozir. Okey? Tushunarli bo'ldimi? Endi davom ettiramiz. To'liq mentorlik xizmatimiz bor. Kim to'liq mentorlik xizmatiga qiziqayotgan bo'lsa, bizga yozinglar. Telegramdan yozinglar yoki Telegramdagi administratorga sразу yozinglar. Nomerlarimizni kiritib qo'yganmiz va undan tashqari direktga yozinglar. Direktda biz to'liq mentorlik xizmatimizni, har bitta davlat uchun to'liq mentorlik xizmatimiz haqida to'liqroq informatsiya beramiz. Va bizning farqimiz nimada? Shundaki, biz studentlar bilan shaxsiy brendi ustida ishlaymiz. Ya'ni bularni har bitta studentni akademik yutuqlari, sotsial yutuqlari, ularni dunyoqarashi, ularni fikrlash darajasi, kommunikatsiya yo'nalishlari, soft skilllari, hamma mana shu narsalarni ustida ishlaganimiz uchun to'liq mentorlik xizmatimiz boshqa umuman xizmatlardan ajralib turadi. Nimaga? Chunki men studentlarni universitetlarga kirish uchun tayyorlamayman. Men studentlarni chet elda o'qib keta olish uchun tayyorlayman. Chet elda xalqaro standartlar bo'yicha o'qib keta olish uchun tayyorlayman. Mana shu narsaga hech kim upor bermaydi, lekin meni maqsadim studentlarni ko'proq dunyoqarashini keng qilib, chet elga borib qolganida studentlarga og'zini ochib, "Voy, mana bunaqa bo'lar ekan" deb o'tirish uchun emas, balki men уже bilaman, men mana narsalardan o'tganman, men bu yerda birinchi bo'lib ketaman, bu yerda ham lider bo'lib ketaman, bu yerda ham nimadirlargadir erishaman deb, mana shunaqa kelajakka zo'r yoshlarni tayyorlash meni katta maqsadim. Onlayn kurslarim ham bor. Shapulova Ma'mura aytibdilar. Xizmatimiz to'liq onlayn ko'rsatiladi. Toshkentda turib, lekin ko'pchilik studentlarimiz viloyatdan, butun O'rta Osiyodan, Qozog'istonlik studentlarimiz bor, Rossiyalik studentlarimiz bor, Amerikalik studentlarimiz bor. Hammasi har xil viloyatlardan, har xil davlatlardan. Samarqandlik studentlarimiz bor, Farg'ona, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Andijon, Jizzax, hamma viloyatlardan bor studentlarimiz. Bizda hech qanaqa limiti yo'q. Filialimiz ham bo'lishi shart emas, chunki biz studentlarimiz bilan individual tarzda, onlayn tarzda ko'proq ishlaymiz va qanaqadir rus tilida o'qiyotganlarni ham qabul qilamiz, ingliz tilida o'qiyotganlarni ham qabul qilamiz. Meni kurslarim ko'pchiligi rus tilida o'zi. Rus tilida tushuntirishga menga osonroq даже. Va studentlarim orasida ham har xil tilda gapirayotganlar bor. Va yaqinda mana 2026-yil uchun scholarship bootcamp kursini ingliz tilida to'liq tushuntiraman. U yerda hamma studentlarimiz alohida tayyorlanishadi. Va kimgadir agar siz uchun alohida sizni vaziyatingizni разбирать qilishimiz kerak bo'lgan bo'lsa, siz mana to'liq konsultatsiyamga yozilishingiz mumkin. Men siz konsultatsiyada siz uchun alohida gaplashaman. Men bilan konsultatsiya pullik. Direktga yozishingiz mumkin. Direktda hamma savollarga javob yozamiz va direktdan men sizlarni sразу administratorimga jo'nataman. Okey? Tak, davom ettiramiz. Mana bu studentlarimizning natijalari 8-sinfda studentlarga kelganlarida ular bilan yozgi maktablarga o'tdik. Har yili o'tamiz. Garvardni yozgi maktablariga o'tdik, Stanfordni yozgi maktablariga o'tdik. UPenni yozgi maktablariga o'tdik, Oksfordni yozgi maktablariga o'tdik. Bu yozgi maktab degani bu qanaqadir lager emas. Bu rostdan ham universitetni professorlari dars o'tadigan, butun iyul oyida 4 ta fandan dars o'tiladigan, bitta konkretniy bilim beradigan, kredit oxirida даже beradigan yozgi maktablar haqida gapiryapman. Bulardan o'tish qiyin, ularga o'tish uchun hozir topshirib qo'yishingiz kerak, ulardan keyin iyulda dars olasiz. Ya'ni juda ham katta informatsiyalarni уже universitetga kirishingizdan oldin ola olasiz. 10-sinflar hozir mana shulardan o'tishyapti hozir bizning ko'pchiliklari. Undan tashqari mana yana natijalarimizni Tech Girls programmasiga o'tganmiz. Flex programmalariga har doim o'tamiz. Babson Summer College'ni programmalariga kamida 4 ta studentimiz to'liq grant olishdi.
u programmada o'qishni o'zi $6000 turadi. Onlayn yozgi maktablarda o'qish ham даже 6000 turadi. Bizning studentlarimiz to'liq grant olishadi o'shalardan qatnashishga. Har xil o'zlarini loyihalarini tuzishadi. Biz loyihalarni tuzishga ham o'zlariga tema tanlab beramiz, ilmiy maqola yozamiz birga va olimpiadalarga jo'natamiz, UN konferensiyalarga jo'natamiz, har xil konferensiyalarga jo'natamiz. Mana shunaqa qilib studentlarni shaxsiy brendini ustida ishlashga va ularni dunyoqarashini kengaytirishga, umuman chet elda xalqaro studentlar bilan eplab o'qib keta olishga tayyorlaymiz. Mana shu bilan men juda ham katta faxrlanaman, chunki mana shu xizmatni hech qaysi kompaniya, hech qaysi даже O'zbekistondagi kompaniya bularga upor bermaydi, fokus bermaydi. Mana eng katta kompaniyamizni farqi ham mana shu studentlarni kichkinaligidan olib, kichkinaligidan 8-sinfdan boshlab ularni rivojlantirganimizda va magistraturaga ham kamida bakalavriatni 3-kursidan boshlab, 4-kursidan даже boshlab tayyorlaymiz. Va mana natijalarimiz yana volonterlarga qatnashadi. Juda ham ko'p sertifikatlar tuzishadi. LinkedIn sahifalarini ochadi, bir-biri bilan proyektlar tuzishadi, bir-birlarini proyektlarida ishtirok etishadi. Hammasi bir-biriga motivatsiya beradi. Ya'ni bu yerda meni o'rnimdan ham tashqari meni studentlarim orasidagi bir-biri bilan konkurensiya, bir-biri bilan qanaqadir joyda даже kerak bo'lsa kollaboratsiya qilayotganlarida men juda ham xursand bo'laman, chunki ular har xil maktablardan kelishgan, butun davlatning har xil maktablarimizdan kelishgan. Lekin shunda ham bir-birini podдержка qilib turishadi. Agar men qanaqadir ilmiy maqola yozib, research qilyapman, shunga yordam berib olaylik desa, hamma studentim bir-biriga yordam beradi. Kimdir loyiha qilyapman, men bitta konferensiya qilyapman, qatnashinglar, topshirishlar, biz hammasi topshirishadi. Ya'ni bizni studentlarimizga shunaqa atrof muhit yaratib beramiz, networking yaratib beramizki, chunki studentlar hammasi bir-birini bilishadi, nimaga harakat qilib olishganini ham bilishadi, nimaga mana shu imkoniyatlar, mashg'ulotlar nimaga kerakligini ham bilishadi. Hammasining maqsadi o'sha top universitetlar bo'lgani uchun maksimal harakat qilishadi. Men aytolmayman, даже butun O'zbekiston bo'yicha, imенно mashg'ulotlar bo'yicha, mashg'ulotlarning chuqurligi bo'yicha bizning studentlarimiz eng birinchi o'rinda turadi. Va yana qanaqa bizning natijalarimiz. Undan tashqari studentlarimiz mana Brandeis University'ga $85,000 grant yutganmiz. Bu studentimiz olimpiadalarda qatnashgan edi bundan oldin, Italiyadagi xalqaro olimpiadalarda qatnashgan edi. SAT'si 1540 edi, IELTS 8 edi va bizlar bilan ilmiy maqola yozdilar, har xil olimpiadalarga qatnashib ularda birinchi o'rinni oldilar va atigi 3 oyda to'liq metrlikda top universitetlarga kirib, Brandeis University'dan ham samolyotlarini, ham yashash xarajatlarini, ham o'qish xarajatlarini, ham kitob xarajatlarini qoplab beradigan grantlarni yutdilar. Xuddi shunaqa mana University of Miami'ga o'qishga kirganmiz, to'liq grant bilan. Bu full tuition fee degani, ya'ni $60,000 grant kontrakt to'lash bo'lsa, bizning studentlarimizga $74,000 grant berishgan, $74,000 grant berishgan. Bu ham yashash xarajatlarini, ham kontrakt xarajatlarini qoplab beradigan grant berishgan. Necha shu topshirgan talabalar orasida necha foiz kirgan? Bizda studentlarimiz hammasi o'qishga kiradi. Hammasi, men garantiya beraman, o'sha studentlar bilan individual tarzda ishlaganimiz uchun ham studentlarimiz hammasi o'qishga kiradi. Faqat hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatgandek, ko'rpasiga qarab, bilimlariga qarab, imtihon olgan natijalariga qarab grant yutishadi. Hamma absolyutno kirgan, chunki bitta Amerika uchun 20 ta universitetga topshiramiz. Boshqa davlatlar uchun 6 tagacha universitetga topshiramiz. Ba'zida даже 10 tagacha universitetlarga topshiramiz. Ulardan kamida ikkitasi, kamida 10 tasiga, ba'zi Amerikada kamida 10 tasiga qabul qilinishadi, kamida. Va to'liq grant уже mana bu nasiba bo'lib yozilgan bo'ladi kimdadir omadi kuladi, kimdadir даже SAT'siz ham to'liq grant yutganlar bor bizning studentlarimiz ichida. Mana yaqqol misol, men hozir prezentatsiyada ko'rsatyapman. Duke Kunshan universitetiga 85% grant yutganmiz. Studentda SAT'si yo'q edi. SAT'si yo'q edi. Faqat IELTS bor edi va juda ham zo'r proyektlari bor edi. Ya'ni Orol dengizini saqlash bo'yicha juda ham zo'r proyekti bor edi. O'sha proyektni ochib berganmiz. Nima uchun shu proyektni qilganlari haqida tushuntirib berganmiz. Va natijada
studentni ham qabul qilishgan. O'shaning uchun men Shanxayga borib keldim yaqinda. Shanxayda studentim o'zlari kutib oldilar va universitetlarini aylantirdida ko'rsatdilar. Mana shu Shanxay universiteti bo'ladi deb kampuslarini ko'rsatdilar shunchalik. NYUga bordim keyin kampus turi uchun. Mana shu hammasi даже SATsiz ham qabul qilgan studentlar. Purdue Universityga kirganmiz, Pratt institutiga kirganmiz, Berkeley College of Music, pilot bo'lib kirishgan studentlarimiz, vokal bo'yicha kirgan studentlarimiz, arxitektor yo'nalishi bo'yicha kirgan studentlarimiz. Ya'ni umuman yo'nalishlarni biz to'xtatib qo'ymaymiz, xohlagan yo'nalishga topshirishadi studentlar. Biz faqat mana shu yo'nalishga topshiramiz degan hech qanaqa limitimiz yo'q biz studentlar uchun. Okay. Okay, qanaqa savollaringiz bor? Savollarga yaqinlashyapmiz. Va Angliyani so'rayotganlar ham bor ekan. Angliyaga ham kirganmiz. Angliyadan даже meditsina yo'nalishiga ham kirdik, magistraturaga. Queen Mary University of Londonga kirdik. Birmingham Universityga kirdik. Manchester University, bular hammasi Angliyani Russell Group, ya'ni top 10 talikka, top 100 talikka kirgan top universitetlari. Bu universitetlarga kirish qiyin. Dunyodagi top 100 talikka kirgan universitetlar, top 20 talikka даже kirgan universitetlar, Angliya bo'yicha esa top 10 talikka kirgan universitetlar. Mana shu universitetlarga ham har yili qabul qilinamiz. Va Kanadani so'raganlar bor edi. Mana Kanada, McGill Universityga kirganmiz, Calgary Universityga kirganmiz. Carnegie Mellonga kirganmiz, mana top universitetlardan biri Amerikadagi universitetlar va to'liq mentorlik xizmatlarimiz har xil narxlarga bo'lingan. Amerika uchun to'liq mentorlik xizmatimiz $8,000 dan boshlab $10,000gacha tariflarimiz bor. Bular 2 yillik xizmatimiz uchun, ya'ni boshdan studentni boshlab, ya'ni studentni 10-sinfdan boshlab 11-sinfning oxirgi viza darajasigacha olib boradigan xizmatimizning narxi shunaqa. Va endi savollaringizni berishingiz mumkin. Yana ham qanaqadir savollaringiz bo'lsa, men uchun savollarni masalan o'qishga ulgurmayotgan bo'lsam, mana shu nomerlar orqali yozishingiz mumkin va bemalol mana administratorimga yozib konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin yoki bepul konsultatsiyaga kelishingiz mumkin xizmatlarimiz uchun. Mana shu hamma men bermoqchi bo'lgan informatsiyalarimdan men o'sha 2 soatdan ko'proq muddatda tinmasdan gapiryapman, boshlarim aylanib ketdi to'g'risi, lekin oxiri mana savollarga javob berishga harakat qilmoqchiman. Nodir aytibdilar, PhD haqida ma'lumot bera olasizmi? PhD uchun birinchi research professor topishingiz kerak. Mana shu research professor orqali Yevropani tavsiya bermayman, undan ko'ra Amerika, Xitoyga topshirsangiz yaxshi. Xitoyda даже, kстати, men даже odamlarni bilaman. To'liq mentorlikka yozilsangiz, men sizga PhDga yordam berishim mumkin. PhDga Xitoyga jo'natishga, PhDni Xitoyni top universitetlariga jo'natishga, ingliz tili bilan. O'tda hamma narsasi qoplab beriladi полностью. Medinstitutga magistratura uchun SAT shartmi? Aisha, SAT faqat bakalavriat uchun kerak. Va meditsina uchun magistratura sal boshqacharoq bo'ladi. Uning uchun konsultatsiyaga yoziling. Bu haqida men даже tushuntirib ham o'tganman bitta reelsimda meditsina bo'yicha. Meditsina Amerikada sal boshqacha ishlaydi. To'liq mentorlikni narxini so'rayotganlar srazu mana administratorimga yozinglar iltimos. Hozir mana jo'nataman. Kim konsultatsiyaga yozilmoqchi bo'lsa, to'liq mentorlik xizmati haqida yozilmoqchi bo'lsa, administratorimga yozinglar. Okay. Nigmatov, Georgetown haqida gapirmayman, chunki bu haqida уже gapirib bo'ldim. Universitetlarga nimalar kerakligini hammasini tushuntirib bo'ldim. Hamma aytgan gaplarim Georgetownga ham tegishli. Boshdan oxirigacha eshitgan bo'lsangiz, xuddi shu talablar beriladi u yerda. Meditsina yo'nalishiga kimyo, xalqaro va IELTS universitetlar bilan topshirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Dubayga qiziqayotganlar, Asilbek, Dubay bu zo'r davlat, faqat u yerda grantlar yo'q.
Biz Dubayni American University'siga kirdik. Kstati, bu yil bugun anaqa offer oldik. American University in Dubai. Agar Dubai Marinaga borgan bo'lsanglar, u yerda prям bitta shaharchasi bor, kichkina anaqa ko'chasi bor. Education anaqami nimadir deyiladi nomi. Marinadan keyingi как бы anaqa bekatda. И o'sha yerda American University in Dubai degan universitet bor. O'sha yerga kirdik bu yil. Dubayni top universitetlariga har yili qabul qilganmiz. U вообще problema emas. Bemalol to'liq mentligimizga yozilishingiz mumkin. Education City nomi. Ha. Education City. Вот, как раз o'sha yerda American University in Dubai, Wollongong, hamma joylari o'sha yerda joylashgan. Hamma zo'r universitetlari Dubayni o'sha yerda joylashgan. O'sha universitetlarni hammasiga kirib chiqqanmiz, hammasiga qabul qilinganmiz. Qancha ertaroq topshirsangiz, shuncha ular nima deydi, skidkalar berishadi. Va o'shaning uchun ham topshirsangiz bo'ladi. O'tda qiyin, qanaqadir IELTS so'rashmaydi, lekin grantlari yo'q почти что. 5,5 IELTS bilan ham qabul qilishadi. Okey, administratorni jo'natdim. Informatsiya berilgan, hammasi berilgan. Qanaqa savollar qoldi yana? Assalomu alaykum, konsultatsiyaga qanaqa yozilsa bo'ladi? Muattar, menga direktda yozib oling, men sразу administratorga ссылкani beraman. Yana qachon prямой efir qilasiz? Chunki biz kech ulandik. Men Instagramda jonli efirni zapisini qoldiraman. Instagramda boshqatdan eshitib chiqing, chunki har kuni ham 2 soat faqat sizlar bilan gaplashishga meni vaqtim bo'lmasligi mumkin. Bunaqa informativ qilib bermasligim mumkin, chunki har 3 oyda bunaqa kuchni to'plashimga to'g'ri keladi. Bu har bitta jonli efir, bu meni energiyam, vaqtim, kuchim, bu oson ish emas va meni uyda yosh bolam kutib turadi har kuni. O'shaning uchun ham har kuni 2 soat sizlarga informatsiya berishga kuchim yetmasligi mumkin. Hamma informatsiyani men jonli efirda saqlab qoldiraman va undan keyin YouTube kanalimda ham juda ham ko'p informatsiyalarni tekinga bo'lishganman. YouTube kanalimdagi hamma videolarni ko'rib chiqsangiz, уже konsultatsiyaga kelsangiz, уже konsultatsiya ham shart bo'lmaydi. Сразу to'liq mentaliga yozilishingiz mumkin keyin. Так, хорошо. Okey. Xo'p. O'ylaymanki, hamma savollarga javob berdim. Keragidan ham ortiq javob berdim, keragidan ortiq informatsiya berdim. Agar boshidan oxirigacha meni eshitgan bo'lsanglar, quloqinglarni ochib, yuraginglarni ochib, qalbinglarni ochib eshitgan bo'lsanglar, men o'ylaymanki juda ham katta informatsiyalarni oldinglar. Va jonli efirda kim aktiv bo'lgan bo'lsa, kim insaytlarni ko'pdan ko'p qoldirgan bo'lsa, chuqur insaytlarni qoldirgan bo'lsa, mana shu odamga men o'zimni konsultatsiyamni tekinga sovg'a qilaman. Konsultatsiya men bilan lichniy konsultatsiya $200 turadi, lekin eng aktiv bo'lgan odamlar uchun men konsultatsiyani bepulga jo'nataman. Bitta odamni tanlaymiz, ertalabgacha vaqtinglar bor, ertaga-ertalabgacha men bitta odamni tanlayman, primerni. Va yana bitta shartimiz faqat kommentariy yozish emas, balki Instagram, Telegram va YouTube kanallarimizdagi ham har bitta informatsiyalarni bo'lishib, like bosib, kommentariy yozib chiqishingiz kerak. Faqat o'sha odamgagina men konsultatsiyani bepulga sovg'a qila olaman. DSC savol beribdi, 10-sinf boshdan extracurricular activityni boshlasa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, natija beradi. Ishlasangiz bo'ladi, bemalol konsultatsiyaga yozilib, bizani xizmatlarimizga yozilishingiz mumkin. Bizda to'liq mentalik xizmati har doim ochiq. Okey, 10-sinfni oxirida kelsangiz ham даже qabul qilamiz, lekin siz uchun alohida strategiya tuziladi. Har bitta student bilan individual ishlaymiz. Okey, hammaga rahmat oxirigacha eshitganingiz uchun. Keyingi jonli efirlarda yana bir marta sizlar bilan gaplashish uchun kutib qolaman. Va meni oxirigacha eshitganingiz uchun, mana 71 ta odam eshitibdi haligacha ham. Boshda kirganimizda 130 ta odam edi, hozir 71 ta odam qolibdi. Hammasi молодцы, rahmat kattakon oxirigacha meni eshitganingiz uchun. Meni hurmatimni joyiga qo'yib, meni informatsiyalarimni boshdan oxirigacha
nima deydi, bilimga chanqoq bo'lib o'tirganlar uchun kattakon rahmat. Savollarni ko'piga javob berdim. Savollar qaytarilyapti. Men bilan konsultatsiya pulli, lekin eng aktiv bo'lgan, ko'p insaytlar bilan bo'lishgan studentlar uchun men bittasini ertaga ertalab tanlayman. Hammaga rahmat. Xayr, paka-paka.